yurtimiz, fida bulsun cenimiz. Kan keçip hem can verip, ahır bulduk azatlık. Kalbimizde var bulgaçka, itikat imanımız. Aklandım canları, erkinlik yolunda sudek aktı bizning qilimiz. Sen üçün ey yurtimiz, fida bulsun cenimiz. Kan keçip hem can verip, ahır bulduk azatlık. Kalbimizde var bulgaçka, itikat imanımız. Aklandım canları, düşmedi o tarih bitti. Nesli kaldı kendi var, biz onun evladımız. Çıktı can hem aktı kan, oldu yağdın el aman. Yaşasın, nur yaşasın, güzel istikbalimiz. Yaşasın, nur yaşasın, güzel istikbalimiz. Assalomu alaykum ekran ardidagi barliq qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan jasorat sahnasida yana bir qatim yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Bugun biz hozirgi Uyg'ur da'vo sepimizdagi media tashviqotining roli to'g'riliq ozroq munozara ilib bormoqchi. Bugungi sahnamizga qatnashuvchilar Germaniyadan Abdurimjon akamiz, Norvegiyadan Erkin akamiz va Jasorat afandilar bo'ldi. Undaq bo'lsa ekranimizga ko'ngil bo'lgaysizlar. Avval akalarimiz o'zini bir tanishtirib chiqsa, andan keyin biz boshlaylik. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men Germaniyadan Abdurimjon bo'laman. Rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men Norvegiyadan Jasorat bo'laman. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men Norvegiyadan Erkin bo'laman. Erkin akamizning bu telefonda ekranda ozroq bir masala ko'rilganligi uchun ovozli qatnashmoqchi bugun. Xudo xohlasa sizlar tayyor bo'lgan bo'lsanglar biz boshlab ketaylik. Bugun yana men shu bir necha savollarni tayyorlagan media to'g'riliq. Xalqimizga kelayotgan savollarni yig'ib. Men sizlarni savollarni sizlarni oldi bilan so'rasam, sizlar ana Undaq bu savol boshlab ketdi. Birinchi savol. Hozir ko'p sondagi qarindoshlarimiz navbatda vatan davosida eng unumli kurash media sohasida bo'lyotidi deb tasvirlashadi. Bu to'g'rimi? Shu to'g'riliq bir o'zingizlarni deb baqqan bo'lsanglar. Hadi cho'nglardan kelsin Abdurimjon. Bo'ldi. Endi bizningki Uyg'urlarningki bir falsafiy so'zi bor. Jangninki urushning birsi jam 9 rang deydigan. Hozirgi urushlar asosli rang deganda shu tashviqot media ishlaridan elib berilyotidi. Butun dunyoninki balkim kuchli davlatlar, masalan Amerikaga o'xshash, Rossiyaga o'xshash va Yevropa davlatlariga o'xshash nurg'ulg'an kuchli davlatlar, g'olib davlatlarning o'zimi asosli media bilan urush qilyotidi desak bo'ldi. Bu qatimqi Xitoy virusi munosabati bilan butun dunyodagi
bo'layotgan ostin ustunliklarning o'zimi asosiy media orqali bo'lyotdi, tashviqot orqali. Agar 20 yillar, 15 yillar burun shunday bir hodisa yuz bergan bo'lsa, o dunyodagi insonlarning mutlaq ko'p sonligi undan xabar topamaydi. Dunyoda nemish bo'lyotdi, virus degan qanday narsa, o Xitoyda bir virus tarqalibdi desa, u qayerga keldi, qaysi davlatda qancha ta'sir ko'rsatdi, undan xabar topamaydi. Endi bugungi kunda hozir shu telefonni qo'lga epib tutib, bu qariyalg'idek bo'lgandan boshlab, kichiklardan boshlab ta 70-80 yoshga kirib, shu bir xatni paqitamgidek qog'ozga orliqdagi odamlarning hammasi shu medianing ichiga kirib ketdi hozir. Tashviqotimiz. Ya bu medianingki biz qo'llanayotgan tarafi faqat Xitoy Uyg'ur munosabati, Xitoylarning Xitoy davlatining Uyg'urlarga qilayotgan zulmi ve Uyg'urlarningki Xitoy davlatiga qarshi o'zining haq-huquqini talab qilayotgan shu doirasidan ketyapmiz. Mediani biz shu doirada qo'llanayapmiz. Ammo o'zining davlati va xotirjam bunda bir vatan dardi yo'q. Bunda xalqlarning o'zi medianingki har turli talab alaydiliklarni qo'llanadi. Hozirgi iqtisodiy masalami media bilan bo'lyapti. Shu tashviqot vositalardan, reklam vositalardan, tashviqot munosabatlaridan bo'lyapti. Urushlarning o'zimi nurg'unlagan urushlar asosli shu mediada o'zaro etish bilan, kuch ko'rsatish bilan urushlarning oldi elinib, ba'zi bo'lgan urushlar bo'lmaydigan bo'lib, shunday menyapti. Bu medianing alaydiliklarni qo'llanadi. Haqiqatan kuchli bir bo'libmi shu bugungi kunda tashviqot vositalarning roli yamanbek yuqori. Biz 10 yil, 15 yillar burun shu qurultayniki tashviqot ishlarini gazetda qilatdik. 2099-yildan boshlab 2004-yil oralig'ida bo'lgan Sharqiy Turkiston Milliy qurultayining tashviqot ishlari oyda bir qatim chiqadigan gazetlar bo'ladi. Uyg'urcha gazetning o'zi ba'zi davlatlarga 3 oyda bir qatim aran baralaydigan İstanbul'da besilib, Yevropaga kelib, Yevropadagi davlatlarga Uyg'urlarga pochta orqali yo'llab, O'rta Osiyoga yo'llab, Uyg'urlar qo'ldan qo'lga o'tib bo'lsa, gazetlarniki sahifalari jitilib, hatto uxrab bundan bo'lib ketdi. Shu chog'ning o'zi kelishtirsa hozir 15 yildan burungi vaziyat kelishtirsa, hozirgi medianing o'zi favqulodda rivojlanib ketdi. Shu chog'larda biz tashviqotning kuchi bak zo'r deb qaraydik. Ayda bir qatim chiqadigan gazetda elib bergan axborot va xabar tashviqot materiallarimizning o'zini shunchalik maqtab, taxrinlab ketdik. Faqat Uyg'urcha bo'ladi u chaqda. O'zimizga qaratilgan, rastlangan xabarlarni ko'p degandek har xil shunday vositalarni qo'llandik. Bu chaqning o'zini taxrinlab ketdik. Bu tashviqotning favqulodda zo'rda. Hozir endi biz tashviqot ishini haqiqatan ko'ryapmiz. Tashviqotning qanday bo'layotganligini. Amerikadagi bir davlatningki saylamlardimi shu Twitter, Facebook rol o'ynayapti. Medianing rol o'ynayapti. Men media to'g'riliq başta artıq yaxşı ketdim. Asli cesaret başlası gerekti. Cesaret shu kasbinki o'zi mutaxassis bo'lgandan keyin men bu yerda to'xtatib turay. Cesaret ondan ilmiy o'zining kasbiy sohasi bo'yicha tushuntirdi. Cho'ng deb berdi-ku boshda. Bo'pti. Yaxshi dedingiz, yaxshi gap fikrlarni berdingiz. To'g'ri. Bizniki qoidamiz shu endi ishni so'rinda cho'nglab olganda cho'nglardan boshlaymiz emasmi? Hurmatim. Shundaq bu axborotchilik mening kasbim, ammo hozir hammamiz ko'rib turibdiki, hozir bu kasbni qilayotganlar oz emas. Uyg'urlar orasidami shu yaqinqi yillarning yog'i shu mayli burun bu sohada tarbiyalangan bo'lsin, bo'lmasin va u sohada ishlab boqqan bo'lsin, bo'lmasin, bu sohaga otlanib vatan da'vosi ishida boshqa ishlar o'z yo'lida siyosatchilar qilayotgan bo'lsa, tashviqot sohasida oz bo'lmagan qarindoshlar maydonga keldi. Ammo birinchi savolniki bu hozirgi da'vo sepimizda asosli kurash shu media sohasida bo'lyapti deyilgan gap nihoyat to'g'ri gap. Chunki biz shu 70 yillikmi demaylik, 20-30 yillik shu da'vo sepidiki
kurashlarni kuzatib kelyapmiz, ham o'rganib bu vaqtda fikr yurgizib kelyapmiz. Mushu vaqtda bizning his qilganimiz mushu. Hozir mayli namoyishlar bo'lsin va yoki har xil yig'inlarga qatnashishlar bo'lsin, har turli faoliyatlar bo'layotgani bilan asosliq natijasini ko'rayotganimiz mushu media sohasida bo'lyapti. Chunki Uyg'urning hozir qila oladiganini biz qo'limizga qurol olib Xitoyga qarshi jang qilamagan ekan, qila oladiganimiz qo'limizga qalam olib, mikrofon olib, kamera olib, Xitoyniki inson ishongusiz darajadagi vahshiyligini dunyoga anglatish, ko'rsatib beryapmiz. Bu vaqtda natijasi ko'rilyotdi deyishga bo'ladi, chunki bo'lib bo'lmuş 2017-yilda atrofida Xitoylar keng ko'lamda Uyg'urlarni lagerlarga solib olib, qirg'inchilik olib berayotganning yog'i mayli har xil sabablardan qonqib chiqqanlar bo'lsin, shu lagerlarda yetib baqqan shohidlar bo'lsin va yoki vatandagilar bilan bevosita aloqa qilib, mushu Xitoylarning mushu vahshiyligini dunyoga anglatish yo'lida tirishayotganlar bo'lsin, hammasi mushu mediadan foydalanib dunyoga bizning dardimizni anlatib kelyapti. Ham buningda boya Abdurahimjon degandek jam bak o'zgarib ketdi. Hozirlikda uchur davri deymiz. Hozir telefonsiz yashamaydigan holatga keldik-da. Chunki burun gazet o'qiydik, torbatlarni o'qiydik, bir vaqtda esimni qilishcha Uyg'urlarniki mushu asosli qo'llaniladigan mana Uyg'ur Amerika torbatiniki munozara maydoni deydigan birdan batdi. Şu yerda fikir almashtirdik hamda. O'qiydik, ba'zilar yozadi, har xil siyosiy mazmundagi narsalar yoziladi, talash-tortishlar bo'ladi. Biz mo nihoyatda qiziqib bu yerda fikr qatnashtirdik. Nihoyatda afsuski, bu boshqaruvchilar nima deymiz ham deb ko'pincha biz bilan ideya jihatda o'xshamaydigan odamlar bo'ldiki, ular ko'pincharoq yozgan narsalarimizni cheklab qo'yadi, o'chirib o'tadi, yomon tishimizga tegadi. Mana hozirgi kunda uningga ehtiyojimiz qolmadi. Yani Facebook deganni hammalardan o'ynayoladigan holatda. Shunga hozir har xil ekranlar ochildi, radiolar ochildi, har xil torbatlar, masalan Facebookdagi page, ya'ni batlar ochildi. Mushuning bilan hisobda har bir odam muxbir hozir. Ba'zilar o'ziga ixtiyoriy muxbir deb ism qo'yibdi, ba'zilar hamda u ismni qo'ymagan bo'lsa-mu, ammo tashviqot bilan ismi shug'ullanib kelyapti. Mushuning natijasida mushu bir necha yilning yog'i vatandan chiqqan uchurlar, masalan, odamning ishingiz kelmaydigan har xil uchurlar dunyoga anglatilyapti. Avval Uyg'urning ovozi anlatilgandan keyin, andan keyin xalqaro medialar Uyg'urlarning bu ishlarni bilgandan keyin Uyg'urlarning oldiga keldi. Ya'ni mushu uchurlarni ta'minlagan qarindoshlarning oldiga kelib, ulardan cho'ng-cho'ng medialar, masalan, CNN, BBC'ga o'xshash, Al Jazeera'ga o'xshash cho'ng-cho'ng kanallar mushu beshidan ish o'tgan va amaliy ahvolni bildigan qarindoshlarimizni izlab kelib, ulardan uchur egallash orqali 2017 atrofida boshlangan mushu vahshiylikni dunyoga anglatib, hala bugungi kunda dunyoda Uyg'ur desa bilmaydigan odam yo'q holat shakllandi. Ya'ni biz yangi Yevropaga chiqqan vaqtlarimizda Uyg'ur desak haqiqatan biladigan odam yo'q deyarlik kam to'q. Keyin Arabiya xonim chiqib dokni qo'liga olib, bir mezgil tashviq qilib, bir mezgil anglatgan bo'ldi-yu, ammo buning avji qachon bo'ldi deganda, mushu Xitoy keng ko'lamli lagerlarni ichib xalqimizni keng ko'lamli qirg'inchilikqa tutganning yog'i Uyg'urdan chachrab chiqqan bir sada sababidan dunyo Uyg'urni tanidi. Hozir Uyg'ur desa bilmaydigan odam yo'q. Mana hozirgi kunda masalan Amerika o'xshash cho'ng davlatlarmi Uyg'urga ega chiqib, Uyg'ur qonunini ma'qullab, qonun qilib yo'lga qo'yganga o'xshash cho'ng natijalar o'tirg'i kelyapti. Shunga bu savolga kesib javob berishga bo'ladiki, hozirgi shu da'vo sepimizdagi asosli natija shu media sepida bo'lyapti deyishga bo'ladi menimcha. To'g'ri dedingiz. Men bir narsani qo'shib qo'ysam, uning ustiga hozir bu biz degan erkin davlatlarda yashayapmiz, demokratik davlatlarda. Bizga til yoziq erkinligi bor, fikr erkinligi bor. Biz qanchalik ovozimizni chiqara olsak, shunchalik bizda qurbat bor. Shunga yetarlaymiz. Shunga bu fursatni biz qo'ldan bermasligimiz kerak. Texmi o'zimizga yetarlik qo'llanadigan
media deymiz, təşviqat deymiz, aşını yeterlik qo'llanib turib, o'zimizning ovozini, millatimizning zulmini shu anglitishimiz kerak. Taraf-taraflarga yetkazishimiz kerak deb qarayman. Erkin akamiz bizga nima? Rahmat, bek yaxshi ta'riflab tushundinglar. Abdurimjon qarindishimiz jasorat o'zi kasbiy muxbirlikda ishlaganligi uchun buningga nihoyatda atrofliq tushunchalarni berdi. Endi mening deydiganim yuqorida aytgan qarindoshlarnikiga o'xshash. Bu tarixda bir qavmning beshiga kun kelsa, bir qavmning yashayotgan bir to'pningki ahvolini yana bir to'pga yetkazish uchun otliq hatto 1-2 kun chipib berib xabar qiladigan ishlar bo'lgan. U tarixda o'tgan ishlar. Andan keyin bu madaniyat inqilobininki davrlarining oxirlarida asoshimizni tepib qolgan bir balla bo'lsaqmi shu vaqtida Xitoyninki mahallalarga yuqori ovozliq nimani kanalchilarni qo'yib birla vaqirsa butun hammamiz titrab ketib turadi, uylardan yugurib chiqib ashlarning chaqirqiga bo'y qo'ysinib tizilib ketadigan maktablarda shunday qiladigan. Bu chaqiriq ovoz deganning o'zi dunyoda har qanday buning pushqoqda hozir o'zimizning qo'lidagi shu telefon, o'zimizning qo'lidagi bu telefon aloqalashishimiz vositasi bilan dunyoning u qiridagi hatto buning pushqoqlaridagi insonlar bilan do'st bo'lib ular bilan tanisha oladi ekanmiz. Mushu chog'lardan foydalanib turib bizning vatanimizda bo'layotgan og'ir qirg'inchilikqa har birimizning qo'lida hech nima yo'q desak bo'lmaydi. Har birimizning qo'lida bir jingna bor deb qilsak, mening tamsilam mushu jingna orqali shu Xitoyni divi bo'lgan bo'lsa, mashinaga sanjisak, necha yuz ming hatta necha million Uyg'ur bo'lgan ekan bizmi? Qo'limizdan kelishicha mushu media orqali sanjib turib, Xitoyga orom bermay, ashuni olsizlantirib, xalqaradagi butun bizni yoqlaydigan, qo'llaydigan, bizga istoshlik bildiradigan insonlarning tuyg'usida bir xil uyg'unish, bir xil istoshlikni texmi qo'zg'atish orqali vatanimizda bo'layotgan qirg'inchilikninki oldini olish emas, shuni to'xtatish. Allaqachon boshlanib bo'ldi-ku, shuni to'xtatish. Andan keyin chorimizning qudratimizdan yetishcha mustaqillik orzuyimizga, mustaqillik nishonimizga yetish uchun kurash qiladigan bir vosita bo'ladi. To'g'ri. Tak yaxshi javob berdingiz. Unda bo'lsa ikkinchi savolga o'tib ketay. İkinci sualımız, eğer yukarı yakınını biz doğru dedik hem de hazır emimiz. Doğru değilse bizden vatan sırtındaki hazırki medya görüşümüzden hazırki ahvali qandaq buluvatıdı. Bu cihette kolunu keltirgen neticelerimiz yeterlik mi yoki yetersizlikler mi var mı? Şular doğruluk bir düşüncеңlarni sözlep bakkan bolsаңlar. Jasorat, sen bu şu kasb ahli o'g'in ekan, qani sen bu shuniki qancha ketayotgani yaxshi bir nimada o'tirib joylaysan. Sen bugun sening kasbing deb mangishtirib qo'yding bo'pti, endi cho'ngning hurmati deb asli cho'ngdan olishimiz kerak deb bo'pti. Men bu vaqtda o'zimning o'ylagandim deb baqay. Endi boy dedik, bu media bizniki da'vo ishlarimizda, ko'rishimizda nihoyatda halqaliq rol o'ynayotdi, ham asosli rol o'ynayotdi deymiz. Buningda endi natija nima deganda, natija abay degandek mayli shaxsiylar bo'lsin, mayli kollektivlar, guruhlar bo'lsin yoki siyosiy tashkilotlar bo'lsin, bular o'z oldiga shu ijtimoiy taratqular, sosyal mediadan foydalanib, keng ko'lamli tashviq qilish orqali Uyg'urning sadosini, shu vatandagi qon yig'layotgan qarindoshlarimizniki sadosini har xil yo'llar bilan dunyoga anglitib qo'yatdi. Buningda hozirgi tashviqotlar yetarli bo'lyapti deganda natija o'rtada, ammo yetarli deyishga bo'lmaydi. Chunki biz uzundan deb kelayotgan xalqimizni uyg'otish, uyg'on Uyg'ur degan bu shior uzundan buyon yangrab qo'yatdi. Bu uyg'onish yetarli emas. Mediamo şu cümleden aytganda yeterlik emas. Yaqindan yog'i endi shu baytilga olgandek vatandan chiqqan, lagerlarda yetib chiqqan shohidlar, garchi o'zlarini muxbir,
teşvikatçı atımısı mı? Aşıla meselen çıkıp atraptaki qarindoshlarla hamkorlash orqali yoki o'z bir kamerani tiklab qo'yib, bir nimani tiklab qo'yib turib, telefonni yoki kompyuterning kamerasini. 5 yildan o'tganlarni xalqimizga anglatgandan keyin, andan keyin o haqiqiy medialar, kasbiy medialar kelib bularla aloqalash orqali Uyg'urniki ovozini anglatdi. Endi bu jihatda moslashib berayotganlar shundaqlarga qanday shakllarda qilyotidi deganda asosligi bu jihatda jiq texnikalik ishim ketmaydi-ki, to'g'rida ijtimoiy taratqularda tashviqot olib berishda, masalan biz televiziyada ishlaganga o'xshash undaq jiq uskunalar ham ketmaydi-ki, asosan bir kompyuter, bir kamera, bir necha ekran, chiroq degandek narsa bo'lsalar, qilib bo'ladi ekanda bu ishni. Shunlashqa Uyg'urlar orasida oz bo'lmagan fidokorlar maydonga keldi. Mushu 2-3 yil ichida oz bo'lmagan ekranlar ochildi masalanda. Uyg'urlarning ekranlari ochilib, bu ekranlar oramizdagi mushu shohidlarni, boya tilg'agan shohidlarni ekranga taklif qilib, ularning og'zidan vatanda bo'layotgan ishlarni anglatish, bu ishni qilgan bo'lsa, yana bir jihatdan mushu diasporadagi Uyg'urlar orasidagi mushu kasb ahlilari, mayli siyosiy jihatda, tarix jihatda va yoki analiz va yoki falsafa deymiz, har kasblarning ahllarini ekranlarga chiqarib, ularning analizi orqali vatanimizdagi hozirgi vaziyatni analiz qilish, uningga ta'bir berish va uningga qanday muomala qilish jihatlarda xalqimizni bu ilg'or atalgan o'qiganlarniki fikri bilan uchrashtirdi. Ham xalqimiz bilan o'rtoqlashtirdi bularning ideyasini. Bu hamda hisobda burungi chaqlarda masalan toza mumkin bo'lmaydigan ishdi. Agar bu mushu nimalar, mushu ziyolilar, mushu kasb ahlilari agar bir maqolalarni yozib, bir to'rbatlarda e'lon qilgan bo'lsa, o'qiydik, shuni da o'rganatdik. Ammo ekranda o'tirib, ularning leksiyalarini anglaydigan, hatto ularga naq maydon telefon qilib, ular bilan paranlashib, fikr almashtiradigan bunda holatlar burun yo'qdi yani. Ammo shu futur davri deganimizniki bir alayligim mush bo'ldiki, endi bu jihatda bir yaxshi sharoit bor hozirda. Shunga ekranlar ochildi, ham ochilyapti. Masalan, 3 yilning oldida deyman, 2-3 yilning oldida boshlangan bo'lsa, bu ish hozir xeli ko'payib qoldi. Masalan, yaqin oyog'i mushu bir oy ichida bu xeli bir ekranlar paydo bo'lib qoldi. Masalan, akademiklarniki bir ekranlar paydo bo'lib qoldi. Bular masalan mushu akademiya sohasidagi akademiklarniki o'ylaganlarini, fikrlarini, yozganlarini tanishtiryapti. Ham Uyg'urning ichidan chet eldan yaxshi o'qigan odamlarni tanishtiryapti. Bu bir yaxshi ish. Undan boshqa shaxsiy fidokorlarni o'z oldiga, mayli diniy sohada bo'lsin, fanniy sohada bo'lsin, o'z oldiga o'zlariniki alayliklariga asosan o'zlariga mos keladigan ekranlarni ichib tashviqot olib beryapti. Bu yetarlikmi deganda, garchi boy degandek qilib ko'payib qolgan bo'lsa-mu, yana da yetarsiz. Meningcha hozir 10 bor desak, 10 emas, 50ga 100 bo'lsa tag'im yaxshi bo'ladi. Chunki bizda hozir bir yetersizlik bor, ya'ni bu pozitiv tarafi, ijobiy tarafi boy degandek ekranlar ko'payib, xalqimizniki o'xshamagan bir kanallardan uchur egallash imkoni tug'ilayotgan bo'lsa, yana bir jihatdan rangaranglik, har xil bo'lish kamchil bizda. Masalan deylik, endi bu chet elda diasporada yashayotgan Uyg'urlarning ko'p qismi, mutlaq ko'p qismi vatanda yashab chiqqanlar. Shunga bilib bilmay, shu vatandagi Xitoyniki tashviqotniki ideyasi va shakli singib qolganda Uyg'urlarnikiga. Undan qutulmaga xali oson to'xtamaydigan o'xshaydi. Shunglashqimikin ekranlarning rangarangligi kamchil. Ya'ni qarasa hammasi bir ohangda gapirayotgandek anglanadi, ya'ni madhiyalashni, maqtashni.
ijobiy tarafni jiqroq so'zlashni xuddi xitoylar xitoyniki tashviqoti masalan 10 yildan ortiq men xitoy axborotida ishlagan odam televiziyada bizda xitoyda biz xitoyda ishlagan vaqtimizda ijobiydan boshqa tashviqot yo'q, ya'ni salbiy gap qilish yo'l qo'yilmaydi. Bu xitoy kompartiyasi biz idoralarda Dang Weishuji partiya sekretari hamma boshqarda emasmi? Ular bizga aniq aytdi yuzimizga, "Ey sen o'zingni axborotchi, muxbir deb o'ylab qolma, sen tashviqotchi" dedi. Ya'ni sen propaganda ishi bilan shug'ullanadigan kasbiy xodim, sen tashviqotchi, sen partiyaning qoniyi dedi. Ya'ni biz endi vatanda partiyaning qoniga kirib qusqimiz kelib inib chiqqan, ammo bu partiyaning qonining furqini chet eldimi furab qolsa odamniki sen seskandirdi ekanda endi. Shunga mushu holat, mushu jihatda bir kamchilik bor, ya'ni rangarang bo'lish kamchiligi bor. Ya'ni ijobiylikla emas, biz chet eldagi hozirgi holatimiz shu qadar yaxshimi, ya'ni har kuni maqtagandek holatmi deganda undaq emas. Men bir narsani qisqasamdu Jasorat apandi. Hozir siz mas'ul olgan savollarga biz keltirgan natijalar bormi, yetersizligimiz qanday deganlarga asos jihatdan javob berib bo'ldingiz. Keltirayotgan natijalarimiz bor, nurg'unlagan media qilayotgan, tashviqot qilayotganlar o'tirg'i chiqdi, lekin yetarsiz dedingiz. Mencha bu yerda to'xtab tursangiz, undan keyingi hozir fikrlab so'zlayotganingizni men pastdan bir necha savollar bordi, ashunga yaqinkan deb o'yladim. Shunga keyin shu savollarni so'rganda dapasingiz deb qarayman. Ma'qul. Agar to'g'ri ko'rsangiz. Shunga endi ikkinchidan Abdurimjon akamiz so'zlandi, erkin akamizni qani ishqinglar arsa so'zlasanlar. Men hozir o'ylagan chog'imda kallamga kelgan chog'da davolayli. Unutib ketmisin. Sualimizga javobni udul berib turibchi. Tugatsak endi xalqimiz yetib qolmaydi deb qarayman. Shunga Abdurimjon aka siz boshlangansiz. To'g'ri. Endi yetarlikmi degan chog'da jasoratmi yetarsiz taraflarini ma'lum tarafdan so'zlab o'tdi. Endi hozirgacha qo'lga kelgan natija degan chog'imizda asosliq şu 2017-yildan boshlab urug' tuqqanlari Xitoyniki jazo lagerida azob tortayotgan qarindoshlar shular portlab chiqib bu tashviqot media ishlarini yakkim-yakki holda o'tirg'i chiqib o'tirib qo'ydi. Uning ilgarisida asosli tashkilotlarning tashviqot komiteti, tashviqot bo'limlari degan shu maxsus o'rinlar qiladi. Onda jasorat deganga o'xshashlar, yaxshi tarafini ko'rsatuvchi, qayerda bir tashkilotning rahbari yaxshi bir ishni qilgan bo'lsa, shuning o'zini favqulodda yaxshi qilib bunda chiqaradi. Andiki qo'shimcha torbatlarda ma'lum bir norozilik, tanqidni bildirsak, uzr etib degandek shundoq cheklab qo'yib IP adresimizni. Degandek ashlar bo'ladi, ya'ni bir qancha torbat bo'lganda ekan. Shuchaqlarda. Ammo bu hozirgi nimada endi Facebook, Twitterlar uzoq bo'lgandan keyin telefonning iqtidorlari nayt eshib ketdi hozir. Telefonda kamera bo'ldi, qolaylik bo'lib ketdi. Har turli digital programmalar ishlanib chiqqandan keyin shuncha osonlashib ketdi. Kim nimani xohlasa shuni mayli ekran oldiga chiqib desin yoki ovozli WhatsApp orqali yetkazsin, qanday bo'lsin, o'zining bir ko'ngliga kechgan mayli yaxshi madiylaydigan narsa bo'ladi, yoki bo'lmaydi norozilik, tanqidlar bo'ladi. Buni o'tirib qolaydigan bo'ldi. Bu tarafidan aytgan chaqda endi endi madiyaninki imkoniyatini so'zlab qoldim. Ammo bizningki dardimizga nisbatan aytgan chaqda yetarli bo'ldimi deganda hargiz o yetarli bo'lmaydi. Ta bizning vaqtimiz ozod bo'lib, mustaqil bir davlatga erishmagichilik chet elda qilayotgan bu tashviqotlarimiz yetarli bo'lolmaydi. Onu da biz qanoat hosil qilolmaymiz. Ama hozirgi dardimizni dunyoga anglitishda yetarli bo'lamdi deganda asosli organ tashviqotlar bunida baxil yerim. Organ tashkilotlarning organ tashviqotlari ko'pinchisi Uyg'urcha faoliyatlar, Uyg'urcha tashviqotlar bilan shug'ullanyapti. Bizga hozirgi eng kerakli bo'lgani o'zimiz yashayotgan davlatlardagi yerlik tillarda elib berish, ondan keyin ingliz tilida tashviqot elib berish. Buning o'zi intayin bek muhim. Bu soha bo'yicha aytgan chaqda
yaman bək yetersiz. Yani təşviqatın şu medyamızdaki özünün fəaliyyət cəryanını yatqan çağda mən iddisini də atmayım. İddisi qanda buluşunun qat nəzər fəaliyyəti, təşviqat fəaliyyətləri çət əllik qartı yatqan çağda o bəkli yetersiz. Ma Gollandiyada Abdülgani Sabit depi okumuz var. Ben o balını 2007 yıldan başlayıp tanıyım. Şu vaxtıda 2007 yılda onu tanışımdaki sebepten özü mü ki Sev Uygur deyilən bir nümaşqan blog geçip aşağıda İngilizce təşviqat qıldı. Vətəndəki uduluq çıxan uçurlarını, torbətlərini toplap bunu İngilizce tərcüm qılıb filmnin astığa, söhrətinin astığa İngilizce düşənçi verib başında təşviqat qılatıyor bala. Şunu da ben onunki ilğarlığını unuttum. Ondan başka təşkilatların asası Amerikan.org değil mi? Uygur Amerikan Cemiyeti. Olan da Amerika'da bu başka olanınki şu torbette İngilizce seyipleri, İngilizce haberleri var. Hepte de ya iki hafta bıraktım bir haber çıkarttı İngilizce. Ondan başka yani İngilizce təşviqat kıldığın organ ya ki şahsi hakikaten yok diyerlikti. Ama yakından yakın 2-3 yıl oldu. Tahir Emin kardeşimiz o balı çıkıp nahayeti çoğun bir boşluğunu doldurup özünki gayreti bilen Uygur Agensi degan bir nimani içip medya sistemini. Başlanılan məxsus İngilizce, Xitayca, yani başka tillardan bir qancha tillarda təşviqat elib beriyotdi. Oşbalının rolu nahayeti cıq boldu bu medya, sistemlik bir medya sayesinde. Endi bu fəaliyyətini pek yetersiz. Fəaliyyət cəhətini etqan çağda bizdeki bulupmu şu çət əllik qartılğan təşviqatımız yok diyerlik. Germaniyanın özü biz davanın merkezi de 94 yıldan başlap aşında qaraytdıq. Biz mən otur Asiyadakı çağılda mesela bir kiçikçe bir teşkilatın Uygurca broşürleri bardı şunu görüp fevqulade çoğun iş boyutupdu dep qaraytdıq. 94 yıldan başlasak hazıranda 26 yıl depti mi? Müşahede yani 30 yıl yetip qalğan bir davanınki faaliyeti buluvatkan bir dünyadaki Uygurlarınki müşahede dava merkezi boğan şehir, devlet dep munda qarğan uçuşluq Germaniyanın özüge qarıtılğan bizdeki Germanca təşviqatımız asasen yok. Yani yeterlik emas da to'g'ri. Yok. Yok oğandan keyin yani şu Amerika'da hem de İngilizce değil mi? Amerika'da okuqalacı qarak, okuşlan berip Amerika'ya toxtab qalacaq, başka devletlerde doktor olup kesim bitirip Amerika'ya yerleşip etkenler cıq boğanlık üçün bu yerde İngilizce təşviqat qilish imkaniyeti nahayeti mol, yaxşı boldu desek buludu. Gerçi bizim derdimizi yerkedek bombusu mu? İş kılıp şu Uygur kanununun makullaşığı bugünkü günde Xitay'nınki Uygurları ırkı kırgınçılık cezası yürgüzatı ama yeni təşviqatların özü əmisi şu Amerika'daki Uygurların təşviqat faaliyeti bilen bulvatıdı deyiş ki buldu. Ama başka Avrupa'daki onlarca devletlerde Uygurlar var yerlik tilde elip verilatkan təşviqat yok diyerlik. Yok da koşak buldu. Şu noktada etqanda, şu faaliyet noktasına etqan çağda bizim medyalarımız qat'i yeterlik emas. Yani boşluq var. Uygurca'da yaman emas. Uygurca'da yeterlik. Uğraşıp qıqılış tapanmay, yaq sıkışım menvatimiz nahayet eğir derecede çıkıp qandalığımızın Uygurca'daki təşviqatlar yetip aşıdı hem zirk ettik. Çünkü vatandaki vatqaşını hemimiz bilmez. Vatanda oxoldu kökoltusu onu hemimiz bilmez. Yeni iş bolsun şu Xitayning zulm işleyotqani şu, onu bilmez. Chet elde kim qandaq faaliyet qotqani onu bilmez. Palani təşkilat munda iş qildisi xoş yaxmaydigan ketdi hazır. 15-20 yıllar avval bir parça rangli resimga tushib gezib chaplab chiqirib qo'ysak haqlar rahmat etib pulni avatib ketdi tashkilotlarga va cho'ng ish qilishlardi. Hazır onda ishlar hazır xoş yaxmaydi hech kimga. Onda bo'lgandan keyin bizning asas təşviqatımız şu chet el tiliga, ingliz tiliga yüzleniş kerak. Yani Fransiyada bir xanım nayt yaxshi faoliyat qilyapti o fransuzlarga qarata. Dilnur. Bu xanım behjallik təşviqat qilib Fransiya hökumətiga Uygurlar davasını yetkizdirimiz. Ama başka devletlerde Angliyada buluvatıdı təşviqat ingliz tilde faaliyet buluvatıdı. Avustraliyada mı buluvatıdı dep qarayman ben. Avustraliyada buluvatıdı.
Bulup bu bizdeki men yaşatgan Germaniya bilen sizler yaşatgan Norvegiyada yerlik tilga teşkilatlar işlerlik emas. Yok. Boşluk var o yerde to'ymunday o boşluk. Men şu noktani qo'shib qo'ymoqchiman. Maqsumlar qo'shgan savolni. Ya rahmat. Yuqorida Abdurimjon qarindishimiz bak atrofli dedi, men yana ta'kidlay shuni. Bu medianın kuchini hozir siz, men va qarindoshlar bizning deganimizniki o'zi, da'vat gapimizning o'zi faqat o'zimizga aloqa jamoatniki ideyasini biz arayab turib, masalaga chiqib turib da'vatimiz. Amaliyotda har bir Uyg'urning hozir o'rinda yetib uxlayolmaydigan, o'rinda tinish o'tirolmaydigan, yegan ishi singmaydigan, kiygan o'zining ustiga kiygan tonidan o'zi huzurlanmaydigan darajadagi bir besim, bir og'riq dilimizdan tatib jinimizga petayotgan bir og'riq bor qarindoshlar. Buni biz odatda bir-birimiz bilan bunda ko'rishgan chaqda kulishib yoki bo'lmasa ijtimoiy turmushdagi boshqa muhitlarninki ta'siridan azroq o'zimizga relaks berganda qilganimiz bilan amaliyotda haqiqatan men bir Uyg'ur deydigan insonning har birisining yuragida bir narsa tatilab turadi hozir. Buni o'tganda Mavu Memtimin Ala degan qarindishimiz bu jamiyatshunosan psixik tarafdan nurg'un bilimga ega qarindishimizga nihoyat atrofli tafsili tushuntirib berdi. Har bir Uyg'urning mushundoq paytning o'zida o'rinda o'tirish emas, o'rindan turish. O'rindan turgan vaqtida qo'liga nima chiqsa, shuni elib Xitoyga sanjish majburiyati bor. Endi buni Xitoyga sanjish desak, bizning qo'limizdan hozir boshqa hech qanday ish kelmaydi. Bizning qo'limizda bor narsa abayim deb o'tdim. Biz dunyoning o'zini hozir yig'inchoqlab kelib, xalqimizga ep qo'ygan bir apparat tushirib qo'ydi dunyo. Undaqki, har birimizningki qiladigan ishi vatandan chiqayotgan uchurlarniki rasmlari bo'lamdi, yoki bo'lmasa o'zimizningki atrofimizdagi birga yashayotgan muhitdagi xizmatdoshlar bo'lamdi, qo'shni qullar bo'lamdi. Shulardan tatib hammasiga aytishmish ahvollarni, rasmlarni ko'z tush, qo'limizdagi videolarni, qo'limizga nima bir tanglab 2 sekund, 3 sekund jarayonda ko'z tutib qo'ysakmi, mushuning o'zi ko'gchi odamning kallasiga mondoq bir ishlar bo'la o'tibdi dedi. Uningdan sirt mening qarindoshlarimga o'xshash taklifim, bir qarindishimiz yoki ikki qarindishimiz o'zi yashayotgan davlatda, o'zi yashayotgan shaharda atrofdagi shu yerliklarga bir faoliyatlarni o'rlashtirib, shularga bir narsa tanishtirish qilgan vaqtning o'zida men Uyg'ur deydigan qarindoshlar shaxsiyatimizda bir-birimizga nisbatan ozroq o'xshash bo'lmagan fikrda bo'lgan taqdirdami, masala kelgan vaqtida hammani bir yoqqa qarib qo'yib turib, har qanday ishni bir yoqqa qarib qo'yib turib, mening jonijon manfaatimga vakillik qiladigan ish, jonijon manfaatim uchun bo'layotgan ish, shuning uchun men mushning bir a'zosi bo'lishim shart deb shu so'ringa yig'ilishimiz kerak. Mana bu so'ringa yig'ilgan vaqtimizda qo'limizdagi apparatdan hammamiz tegishli videolarni olalamdik. Farqitimizda ishlayotgan yerlarimizga kelib ko'stimiz, deymiz, yo'tkab qo'yamiz. Mushuningda anandekin ovozning tarayishi, to'lqinning chastotlik kengayishga ergashganga o'xshash butun dunyoga taraydi degan. Men mushunchalik deyapman, ta'sir qiladi. Har qanday ishninki o'zining ta'siri ko'pchilikning aktivchanligi bilan bo'lgan gapda bir shaxsiy hech qanday bir kishi yo bir ikki kishi hech qanday bir ishni ta'virtanmaydi ekan-ku bu hozirgi davrda. Hammamizning o'rtaq tirishchiligimiz bilan bo'ladi ekan-ku. Shu. Pek yaxshi javob berdingiz Erkinga. Unda bo'lsa 3-savolga o'tib ketay. Shunday yaxshi bo'lyotdi kayfiyatinglar shunda. Men xushal bo'ldim hammalarning javoblaridan. Hozir bizniki o'sha Erkin Asiya radiomiz Amerikaniki qo'llashi bilan muntazam anglitib kelayotgan Uyg'ur medialarimizning qo'lliq birisi desak bo'ladi. Uning o'ynayotgan roli qanday bo'lyotdi? Xalqimizning kutgan yerdan chiqyapti. Mushuning qarta bir ozroq tushuntirgan so'zlar baqqan bo'lsanglar. Bunda hamsa kim boshlaydi? Men fikr qatnashtiray, chunki men shu Erkin Asiya radiosini 93-yili qurildiganlik to'g'risida Urumchida ichib yurgan chiqimda anglab baq qo'shib ketgan. O chaqda o'zida shu Şinjan geziti degan gazetga bir xabar yozilibdi, foydalanish betiga
yazılıptı. Amerika Cumhuriyeti içki işine aralış için Demokratik Asiya Radyosu diyen bir radyonu kurmakçı. Degan şu haberini okugan çağımda şununca hoşup ketken. 93 yıl geldi o deyme. Şu telpinip bu radyonun kuruluşuna itip жүрген keyin chet elga chiqdim, o'zim deb жүрgendim. Demokratik Asiya Radyosu deb bir radyo kuruldu Amerikada deb. Keyin bu 97-yili 97-yili kuruldu deyman. 20 keyin chaqda onun xabarini aldım tunji qatim. Erkin Asiya Radyosu deb şu mazmunda kuruluptu. O ben anlagan çağda bunu ya Hong Kong kurdu ya olmasa Filipin kurdu deb anlagan. Şu vaqtda gazetda shundaq bir şunu ishorat qilgan bir xabarlar batdi. Bunun özünden de Amerika'nın özü kuruptu. Onu anladık, anlap bunu yaxşı tutduk. Çünkü o aciz bir rayonlar kurup qoysa Xitoy tolu besim selip, o yana monopol qilib berib, radio ishlaydiganlarni ahmaq qildi. Şu nuqtani aytgan çağda Amerika nəhayət aqllı ish qilibdi. Sözləydigan işləydigan muxbirlarni özü aktivli aşağıya uğurlaştırıblar. Ondan keyin azan əmgək kuchi va azan dukan ijara verdigan dövlətlərin azaya izlab жүрmay, onda nəxlama şu özününki köz aldı tutup Aksaray'ın etrafını toxtuq götürüp aşağıda işləkini bək yaxşı tutdu deb şunda qoşup ketdi. Amerika'nın özü tuğan diken Xitay uyağı kolmu salanmaydı, tehdit mi kılanmaydı, işleydiğanların özünü setip alamaydı dep arzu qilib ketdik. Şundaq boldu, o radyonun özünü başlı memnun bolmadık. Tunji qatimliq anlatgan xabardan başlap zadlı memnun bolmadık. Bolmay kelip 2001-yil, 2002-yil kelgan chaqda 2001-yil bo'lsa kerak, radioga tanqid yozdik. Uyghur Amerikan torbetining o'zida yozdik. Shu vaqtida Sili Qazi Rozi efendim açqan bir Uyg'uriston torbet vardı. Onun da tanqid yozdik. Yazgandan keyin bu radiodagilar nima jasorat degan o'xshash yozgan tanqidlarimizni Uyghur Amerikan o'rikni to'liq o'chirib atgan bo'lib qoldi. Keyin ularningki adminlarga aloqalashib yurib, bandiki o'chirmaydigan qildik. Hem o çağda açığımız bekip ketken tillap qo'yganimiz vardı. Tillaydigan yomon jiq chiqdi. Çünkü Uyg'ur turbeti yeniden etilgan çağlar ommaviy munozara turbetler. O vaqtda bilib olganlar, internet kirib bir xat yozgan bir texnikani o'rganib olganlar, og'zimizni tutib o'zini yangi odamlarni qanday bir tem o'tirib chiqsa, shu temininki obyektiv bo'lgan tarafga og'zimizni hujum qildigan ishni chiqib ketganlikdan shu radioni tanqid qilsakmi, radiodan javob bersa, uni tillab to'la imkondaki o temini cheklandi, to'la cheklab turib olib, shunda bo'lsa-mu radioning asosiy programmasiga biz norozilik bildirgan. Radyoning programmasi qanday bo'ldi deganda, zururati yo'q, ya vatanning ichidagilarga zururati yo'q, ya chet eldagilarga ahamiyati yo'q bir temalarni jiq anlatdi. Masalan, Anujub romanni anlatdi, annikiniki Gulchehra xonimniki anlatishida o'smirlar programmasi vardı. Bu o'smirlar o'zi vatanning o'zida men o'dikilarga telefon qilib, "Mana shu o'smirlar programmasi bor, anglay olamizlar" desak, o bo'lmaydi deydi. O chaqda internet bo'lmagan ekan, hamma o'ylar radiodan anglaydi. O anglatish vaqti atdiganlik vaqtida, Amerikaning atdiganlik vaqti bo'lgan chaqda bolalar maktabdagi chaqlar. Andan keyin Amerikaning katta vaqtida anglatishda bolalar uxlab qolgan chaq, kichik bolalar qat'iy anglay olmaydi dedi. Degandan keyin shuni biz endi bu programmaning isiga boshqa narsa kirgizish kerakda. Shu Gulchehra xonimniki o'smirlarga anglatish bergan programmani tanqid qildik. Yo'q tanqid qildik. U Gulchehra xonimning o'zini emas, programmani tanqid qildik. Mana shu isiga boshqa narsa berish kerakda. Shunga o'xshash, andan keyin yarim soatlik vaqt bor. Radioniki Uyg'urlar bergan vaqti yarim soat. Nimishqa deganda ishlaydigan odam yo'q deb yarim soat bergan. Bu radioda 4-5 odam bor. Anladım, bunun yarım saatlik haber vaktinin özüde az olan çağda 20 minutuna yakın nakşı müzik her bir haberin arasında işte bu 12 mukamındaki nakşılarını anlatıldı. Bu teknik cihetten bunu tanqid qildik. Neymiş bunday qilsa degandan axir radioda ishlaydigan bizning munosabatli bir odam deb qo'ydi. Biz vaqtni to'shqizolmaymiz. Yarım saat vaqtni to'shqizolmaymiz. Elki tayyorlab ishlagan xabarning o'zini so'zlab anglatsak 2 minut yotmay tugab ketadi. Tugab ketgandan keyin bu to'sqazg'il bo'lmagandan keyin ashta roman anglatadigan,
Ondan keyin o'smirlar programmasi deb anlatadigan, mushta arasıga naqshi musiqa qistirib anlatadigan mush ishlarni qilib yarim soatni to'sqizib, mundaq mengavatimiz degandan keyin muxbir qilib qolmamdi. Bu ichiga kirib ketdi o tanqidniki. Shuning bilan bu jasorat shu vaqtda fikr qatnashtirgan eng fidokor agentlarning biri o'zi demayapti. Radioni tanqid qilishda, radioni emas, radioning ichidagi program Şunun bilan axir onu qat'iy o'zgartmay, qat'iy radio tarafdan emas, ama sirtdan radio berib bizga turgandan keyin shuning bilan Dolqin Qambiriniki email adresini topdim men. Ashunday maxfiy saqlaydigan o kishi shu yerdagi bir qarindoshimiz menga yetkazib berdi. Abdurahimjon, mening shu odamga aloqasingiz bo'ldi. Shuning bilan Dolqin Qambiringa 3 qatim email yozdim. Yazıp tehdit misaldım o adam. Yani misal sizlerniki tarixinizle gizli pseudo dikkat kılınlar deb tehdit etgandan keyin o adam xaf bo'lib, qanday qadam yapıp bilan yaman asker to'qib qo'ygan qilib xaf bo'libdi. Shunda qilib yurib, radioniki 1-Ahmadjon Osmon anlatgan Ana yurt romani programmasi to'xtatildi. O adam pek uzak kalmay, Gülchehra Xonimning o'smirlar programmasi o'zgartirildi. Gülchehra Xonimning normal programma anlatgan bo'ldi. Xabar programı işleydigan bo'ldi. Shunda qilib keyin muxbirlarni ko'paytdi. Endi hozirgi anglatish vaqtining uzunligi, ondan ko'p xilligi, sarxilligi hozirgi saviyaga yetdi. Shuni biz endi boshidagi radiodan norozi bo'lib, eng eg'ir tanqid qilganlarning biri bo'lganligi uchun sizlarda fikr qatnashtiruvchiga bo'lgan chaqdilar, andan yangilik endi hozirgi Endi qanday bo'ldi degan chaqda bizning hozirgi ehtiyojimiz var. Radio layoqatli emas. Radioning hozirgi programmasi Uyg'urcha anlatayotganda boshqa tillarda qanchalik anlatayotganligini men diqqat etmayman. Uyg'urcha anlatishga bekrak diqqat qilaman, ammo vatandan kuchur egallab, vatandagilarga telefon qilib, kuchur egallashning o'zimi vatandagilarning bexatarligini faqatlam qurbon qilib aytdilar. To'g'ri. Uning o'zini g'arbningki qaytisi bunda bir shokatchu. Senin bexatarligini, senin şahsi bexatarligini himoya qilib qolgan chog'ingda seninki cho'ng manfaatini qilib bo'lmaydi, tabarat qilib bo'lmaydi degan bir tushuncha bor bo'ladi. Nayt yo'shirin. Uni o'tirib chiqarmaydi-ki. Masalan, 1 Uyg'ur, 10 Uyg'ur, 100 Uyg'ur, minglagan Uyg'urlar qurbon bo'lib ketgandan keyin, andan keyin bu to'plashib cho'ng bir nimaga aylangan chog'ning o'zida andan o millatninki dard ahvolini o'tirib chiqishga bo'ldi deydigan mundaq bir yo'shirin bir qarash bor ekan. Bunda olgandan keyin radioning muxbirlari vatanda o'dilga telefon qilib, "Men sizga qanday ish bo'ldi? Yaqinga deb qilgandan keyin o haqida o'qimaylamdi, bu Urumchidagi gazetda muxbirlik telefon qilyapti, nima bo'ldi deblam. Voy, ma dodijon uni qildi, buni qildi, kelinni chiqib ketdi, qizim tutib ketdi deb so'zlab qo'ygandan keyin g'achchida oy kiriblandan keyin saqchiyat kelib, mahbiyatning oshkorligini deb bu odamni olib 10 yil, 15 yil kesitib qo'ygan. Mushta qurbon berishlar naytibak ig'ir bo'ldi. Bu bir vatandagi xalqimizniki bexatarlikka kapolat qilmaydi radio. Buni faqatlam bir inqilobdagi oldingi safga chiqib qo'ygan bo'ldi. Sen endi qurbon bermasan, biz o xabarni ishlamasak, dunyosini bu dardimiz, millatimizning dardini tinchimasa, qachonlik ishimiz hal bo'ldi degandeklar. Mushunda bir gap qo'ydi, ammo 2017-yili kelib, shu lager masalasi o'tirib chiqqan qadar Allohda 7-8 yil, 10 yilda qurbon bo'lib ketgan Uyg'urlar, radio qurbon bo'lib ketadi, yamanchiq. Hech qanday nimasi bo'lmadi undan keyin. Fakat aşı radyodakiler özü mükaffatlandıgan, madihlandıgan bir ahvaldan başka vatan milletinin derdiga bir yamak bomba dişki buldu. Fakat endi şu Erkin Asya Radyosu'ndaki İngilizce haberlerden başka medyalar tarıqqa Uyg'urlardan yazıldı. Ama şu bir haber işlep tarıqını chet elliklar onun ko'ngil bo'ldi. O başka bir gap, ama jazo uchrab ketgan Uyg'urlar yomon ko'p bo'ldi. Bu bir taraf. Endi yeni bir tarafiga aytgan chog'da radioniki joylardagi muxbirlarniki nemsi bek tuvan, sapasi bek tuvan. Kichikgina bir xabarni tepib olsa, naqash davlatlarning rahbarlari kichikgina bir Uyg'ur to'g'riliq deb asra sharatib o'tib ketgan bir gap so'zlarni ko'tirib, ko'paytib, paxpaytib, odamlarni ahmoq qilib O'rta Osiyodagi yoki vatandagi yoki Turkiyadagi Uyg'urlar anglab qolsa, favqulodda hayajonlanib ketdik. Bunda ko'p turmi xabar ishlaydigan yalanoyoq muxbirlar yomon ko'p. Bularning o'ziga ya axborotchilik sohasida ularning safosini yuqori ko'tarmaydi. Kursi aytib, masalan, yilda 2 yilda bir ketdim,
3 yıllık, 3 günlük, 5 günlük bir kurs açıp Erkin Asiya Radyosu'nun resmi mütehassisler. Bunda kıymeti. Elbette milyonlab iqtisad ajırtıdı Amerika o. Herkes bunda taşlap koygan narsa emas. Tibetninki, başka Xitayninki, başka haqqı sahadikiler şunçalik keng dairede qılığılık. O yer ixtiyari muxbirlarımı, jaylardagi muxbirlarımı süpetlik naiti yuqori nem bilan xabar ishlaydigan gap. Ammo Uyg'urlarga kelgan chaqda bu jaylardagi muxbirlarniki süpeti töven. Manga o'xshashlam axborotdan tuzuk xabar yo'q bir odamlar chiqib ajraq tilni o'rganayotgan va shu gazetlardan tarjima qilib yolg'on narsa ko'p turiblam Uyg'ur chiqib yezib so'zlab onunki bir qatimli xabarga 50-60 dollar pul elib shuning bilan berib keten bir ishlar bu. Mushu ishlarni tartib sanmaydi, istisini tuzatmaydi. 10 necha yil ketdi bu ishlarni men vatqili. Ammo mushundaq narsaga diqqat qilmadi. Men shunchaki tanqidlar hamda yana qarindoshlar yerden çıkmadı demekçi siz. yerden çıkmadı. Elbette onu sizlerde küzüp durduğunlar, müştəq özünlərinin fikrini, yetersizlik tərəflərini, faydalı tərəflərini, xalq əkvatdan nəticəsini dəb durğunlar. Ular üçün əsli faydalı. Ularniki nəticə qazanış üçün, aldığı davamlı qarab meniş üçün ən faydalı. Çünki mən bir azraq gəp qoşub qoyay, bizning aş vətəndəki xalqımız aş Qashqar Xotan yezining adamlari aş kal baqadigan, qo'y baqadigan uylar Xotan demdik, aş Xotanlarga antinalarni bekitib mush Radio Asiya programmasini aşındaq o'g'irlikcha anglab tutulib kirib ketganlarni nurg'un. Endi shuningga loyiq bir natijelik narsani anglab chiqqan bo'lsa, albatta tutulib ketsin rozi bo'ldi-da. Amaliyotda unda yo'q. U natijani biz nima deymiz o chaqda foydadan ziyon chiqdi. Foydadan bakrak ziyon keldi deymizda. Yaxshi javob berdingiz Abdurim aka. Çünki men sizni material bir arxiv manbari deb qo'yman sizni. Bo'ldi, unda bo'lsa ikkinchi qatim kim so'zlaydi? Erkin akamiz so'zlamdi yoki Jasorat apandimi? Men isminglarni demay boshlayveringlar unda bo'lsa. Yani Jasorat sen. Men bu jihatda endi Abdurimjonning degan so'zlaganlarga ozroq qo'shim chiqday. Abdurimjon endi bir atrofli tasvirlab berdi bu radioning ahvolini. Bu radyoning qurilishi asli biz Uyg'urlarniki shu da'vo ishida nihoyatda xalqaro rol o'ynaydigan bir ish. Chunki buni kim qurdi deganda Amerika hukumat qurdi. Amerika hukumati nima qurdi? Maqsadlik. Ular 50 yillik strategiyani o'ylab turib bir ish qiladiganlar. Uyg'ur bilan strategiya jihatda hamkorlashib bo'lganligini bilgachga, oldin ko'rgachga, Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yishning muhimligini bilgachga bu radioni qurgan. Bu Amerika xalqiniki topshirgan beji, qon teri badiliga boshqarilayotgan radio. Shu qurilibdi deganda, masalan biz vatan vaqtimizdan tortib o'g'irlikcha mustab radio o'ka deb anglaydik. Abdurimjon degandek nihoyatda hayajonlanib ketadi. O'ylarga garchi u ovozi nihoyat so'z chiqsimi, bir eg'iz gapini anglab olsaqmi, xuddi vatan azod bo'lib ketadigan shu qadar. Qachon bir chatga chiqib erkin o'tirib, xotirjam sofada qahvani damlab qo'yib o'tirib, boshdan oxir anglaydigan fursatda keladi aytdik, chiqdik, ko'rdik. Uniki ijobiy taraflariga qaraganda salbiy taraflarining ko'pligini ko'rib, ko'nglimiz yerim bo'lgan ahvollarni aytib ko'p. Boya Abdurimjon degandek bizmi oz bo'lmagan fikrlarni berib, dushman ko'rinib qolgan bo'ladi. Amaliyotda kasalni yoshirsam o'lim oshkorida o'zimizdagi kamchiliklarni biz asli ko'z tutib mangsak, o'zimizning har qadamni sog'lom besishimizga foydali bo'ladi. Asli fikir bergan odam, ya'ni do'st yig'ilib anlatadi deymiz-ku normalda. Dushman ko'rdirib deymiz. Ammo biznikilar Uyg'urlarda shunday bir psixik ojizlik borkin, yaxshi gap ham biroq tanqiddan ajoyib qo'rqadigan bir yerimiz bor. Maqtabmagan yaxshi. Bu radioniki eng chong roli nima deganda, hamda xalqaro shu media deylik. Xalqaro media hukumat tarafdan organlar bo'lsin, medialar bo'lsin, Uyg'urlar to'g'riliq bir kuchur egallashda oldi bilan bir rasmiy medianing oldiga berishga o'rgangan bo'lamiz aslida. Uyg'urlar to'g'riliq bir kuchur egallash uchun bu hozirgacha chet eldagi shu media deb atalganlarning ichida bu
Uyg'ur radiosi, Erkin Asiya radiosi birdan-bir muntizim tashviqot organi. Ya'ni bir hukumat, Amerikaga o'xshash bir kuchli davlatningki, hukumati pul chiqarib qurgan bir muntizim tashviqot o'rni bo'lg'achqa, bu yerdan chiqqan uchur xabarlarning salmog'i bo'ladi. Ya'ni xalqaro uni qo'llanishda u bir rasmiy media bo'lg'achqa, uni ishkilanmay qo'llanadi yani. Masalan, bizniki hozir hisobda bir media, ammo bizning deganlarimizni bevosita qo'llanish notayin. Uni suzib, chaqab biqib, qanchiligi rost, qanchiligi yolg'on, anadikin nimasini shakllanib tashib mig'izni qo'llanadi-da. Ammo ular muntizim radio bo'lg'achqa, unikini to'liq qo'llanadi endi. Bu radioniki bu yerda o'ynagan roli bo'ldimi deganda bo'ldi. Masalan, Uyg'urlar bilan bevosita aloqa qilib, vatanda shu yo'qolib ketgan, o'lib ketgan, so'linib ketgan azmonga odamlarning uchurlarini Uyg'urcha avval bir xabar qilgandan keyin, andan keyin inglizcha, xitoycha deganlarga tarjima qilgandan keyin, osh inglizcha, xitoychalar orqali dunyoga yetgan ahvollar bor. Bu ahvollar oz emas. Masalan, deylik, orliqda nurg'un yo'qolib ketgan, xitoylar inkor qilayotgan, biz bilmaymiz davaganlarni bular aniqlab chiqdi masalan. Palani turmadiki, palani lagirdiki, palani o'lib ketibdi deganlarni bular bir qo'lliq uchur egalladi. Ammo bu uchur egallash Mush yaqinda Gulchehra xonim bir mukofotga erishibdi-ki, shu hayajonda bir nahmadan qilibdi-ki bu qizlar. O kuni men bu nahmadanni ko'rgandan keyin fikr almash turg'ash, savol so'rab baqdim-da endi. Nima savol deganda men sizlar masalan Amerika parlament a'zolaridan tortib, shu hukumat amaldorlarigacha Sharq Turkiston davlatida NID'ninki boshlig'idan tortib Sharq Turkiston dedi. Nimishqa radio hozirgacha Sharq Turkiston deyolmaysizlar degan savolni so'rdim-da. So'rasam, bu qizlar deydi, endi bu men 1000 qatim javob berib bo'ldim. Men 1001 qatim ham sizmi axborot cho'g'ashqa yuzingizni qilib javob beray dedi. Ama yuzimni qilib yurib javob berib oldim. Chunki uning oldida 1000 qatim javob berganligini bilmaydi ekanman-da. O kuni bergan javobi nima bo'ldi deganda, biz muntizim tashviqot organi deydi, xuddi men hozir deganga o'xshash, xuddi hukumat organi deganga o'xshash. Shunga bizning vatanimizning xalqaroda e'tirof qilingan ismi, xaritada yozilgani, XC Uyg'ur avtonom rayoni, shunga biz uni qo'llanmay amalimiz yo'q. Chunki biz muntizim organ deydi-da. Undan bo'lsa, Tibetmi muntizim organ-ku? Tibetning radiosi asha Radio Free Asia'niki Tibet bilimi. Ularning ishqa Shizang zirg'ishi demaydi, Shizang avtonom rayon demaydi. Hamda mushu ishlarga kelganda bularniki chiqqan pozitsiyasi mujmal. Agar men Amerikalikdan ko'rmayman bu ishni. Masalan, butun xalqimiz musulmonni 1000 qatim so'rab qopti, men 1001 qatim so'rab, tunji qatim anglabdim javobini. Mushundaq bir oddiy masalada hozir bo'libmi xalqimiz XC degan gapni anglasa, quyuqcha eshitish turgan holatda, agar shu radio ishlayotgan bo'limdagi Uyg'urlar azroq midirgan bo'lsa, meningcha tamoman mumkin. Vatanning ismini Sharq Turkiston yoki Uyg'uriston deb atash tamoman mumkin. Ammo gap meningcha ashlarning o'zida. Andan keyin men so'rg'unim nima bo'ldi deganda, sizlarning vatandagi Uyg'urlar bilan aloqa qilib, uchur egallashdiki turgan prinsipinglar nima deb so'radim. Chunki bu hayot mamotga berib taqilgan masala. Desam, bu Gulchehraning bergan javobi nima bo'ldi deganda, biz hamda shu vatandagilar bilan mayli ular xohlasin, xohlamasin aloqa qilib, uchur egallash orqali birinchi qo'l materiallarni egallab, nurg'un xabarlarni beramiz. Ammo shu sabablikmi vatandagi oz bo'lmagan qarindoshlarimizning qiniga, jiniga zamon bo'ldi. Sabab bo'ldi degan gapni qildi. Demakki bu radio vatandagi oz bo'lmagan qarindoshlarimizning qon, jon badiliga menavotdi degan gapni qildi. Demakki, o'ylab bakinglar qarindishim, bu radio Amerikaliklarning to'layotgan bejivlarla emas, vatandagi qarindishimizning qini va jini badiliga menavotgan radio. Shundaq ekan, bizning uningdan umid tutishimiz, uningga yuqori talab qo'yishimiz normal bir ish deyman. Chunki bu ashlar Amerikada demokratiyada yashayotganlar demokratiyaning nimaligini bizdan yaxshi biladi. Nima deganda, shu bosh topshirayotganlar
өзінің тапшырған бежеуден башқарып отқан бір ішінің yaxşı яман меңгіватқанлығыға күзетшілік қылыш, оның баға беріш, оны тәнқидләш, hatta оны тоқтатыш. Неме бар? Haqqı бар. Şunun o'xshash bizning Uyg'ur, mening bir partisi bo'lish sifatimiz bilan Uyg'urga vakillik qilib dunyoga ovozni yetkazayotgan Erkin Osiyo radiosiningki ijobiy, salbiy taraflari to'g'rilib o'zimizning ko'z qarashlarini o'tirib qo'yish haqqimiz albatta bor. Ammo radioniki bir pozitsiyasi nima deganda Abay deganga o'xshash, shu vatanda ko'tarib chiqqan ijobiy asos qilishga o'xshash bir nimasi borki, tanqidni qabul qila olmaydi ki. Baya Abdurrahimjon deb o'tgandek, bularning davlatlarda atalmish ixtiyoriy muxbirlar va bularning safosiga qarasak, chiqib keldi adamniki. Rahmat o'van. Onundan boshqa Erkin Osiyo radiosi agar haqiqiy Uyg'urga vakillik qiladigan radio bo'lsa, adil muomala qilish kerakdi. Ya'ni vatan da'vosi qilayotgan hamma odamga adil muomala qilish kerakdi. Ammo nihoyatda afsus, Erkin Osiyo radiosi bu tarafdan nol. Bana bergan ta'siri Erkin Osiyo radiosi hozir mush atalmış qurultayning tashviqot vositasi bo'lib qoldi. Tashviqot quroli bo'lib qoldi. Qachon anglasak, Vankatib ani qildi, Vankatib mani qildi. Erkin Ahmad degan to'qida qaqirab so'zlaydigan Turkiyadagi kekesh bir bilan davatgan, bu yerda Vankatibning yanada bir zaboy var. Bir qımaçı var, qıma oqunğu günə bağın qoydu. Aşılar şu radyo arqılıq jambaqı dike. Her bir maqam yazsa, her bir xəbər yazsa, $100, $200 pul ki dedik ya, qadamaqı. Muşunun olan, buna bir top adamdan jığıbaptı ətrafıqa, ulanın berdiğen nemeleri, xəbərləri asasen aşu ətrafıdaki atalmış inqilabçıların xəbəri. Ama göz aldıda Amerika'nın özü de mesela şu kanununki kep çıkışıga bevasitı töküp koşkan, bevasitı sebep boğan Salih Xudayar toğruluq bir xəbər anlap baxdınlar mı radioda? Ya. Yok. Anlap bax. Anlap bax. Sözlep bax, azır kadar kılıbatıdı şu Salih Xudayar qeyrindişimiz Aqsaray'ın aldıda. Şu namayışını bu eğer sözlep baxını bilmeymen desem hatalık emas. Şu kanundan gelip çıkandikin 6 aydan artıq her günü degidek namayış qildi aşağıda. Radiodaki aşı birisi bize vicdanı var oxşaydı, uğurluqça berip kepti meydanға. Ama 6 ay günde namayış qilgan bir çoğun iş. Amerika tarixida bo'lib baxmagan ishni Erkin Osiyo radiosi bir muxbir avatib baxmadi, bir qatim xabar bermadi. Masalan, Türkiye'nin ishindayli Türkiye'de en avaz güçlük, en canlılık siyasetçi Seyit Tomtürk. Seyit Tomtürk neymiş şeklendi Erkin Osiyo radyosu da? Sebepsiz. Endi bununla mesela hazır liderlik kıvatkan, Erkin başkaratkan Alim Seyitov'unu çakırıp çıkıp, ekrana çıkıp cevap verirsek çıkamaydı ekrana, cevap veremaydı. Demek ki bu yerde biz gibi tesiri bulanın ki bu bir guruhbazlık şekillenip kalğanda bu yerde. Menfaat to'ri şekillenip kalğan bir radyo bo'lib kalğan. Çoğunlaşkan bu radyonun ki halkımız arasında obrazı degandek yaxshi emas bir xunuk bo'lib qilishi mushu asos sabab bo'lyapti. Bundan boshqa yana bir ish ham bu radioni hozir shu aranglarda kim birsinglar jim turmay ovoz chiqaryapsizlar mikrofon. Mushu Ben emas. Mushu qilganlar ovoz chiqarmasanlar. Anadekin Mao hazır mesela baydılık vatanda turib anglaydiganlar bek talpinib anglaydi. Mushu 2017-yilda deylik mesela lagerlar keng ko'lamda boshlanib ketgandan keyin uning oldida radioni tingishganlarning hammasi kirib ketdi. Radioga so'zlaganlar ya yo'q o'ylab ketgan bo'lishi mumkin. Hamda 2017dan boshlab keng ko'lamda lager boshlanib ketgandan keyin bu radioni anglash mumkin emas. Vatanda hozir kim radioni qilib Erkin radiosini anglay oladi mumkin emas. Demakki 2017dan boshlab hozirgacha vatanda anglamaydi degan gap bu radioni. Ben azraq bir narsa qıstirib baxsam bulandı. Ben bugün hem de riyasatçı bolğandım. Jiq sözümsem bulatdı, lekin sizlarning gapinglarni anglab men azraq qiziqib qoldim.
azroq bir gap qo'shaymish to'g'riliq. Agar Jasorat apandi siz so'zlab qo'ygan bo'lsangiz. Siz Bizde deyman, qo'shimcha qilgan yerini men sal turib qo'shimcha qilsam da siz davring. Yani başka suallar bilan qo'shib turib so'zlaysiz. Undaq bo'lsa men so'zlab baqay. Mushu tapning o'zidimi xalqimiz shundaq ig'ir zulmda bo'lgan taqdirdimi hozir qadar mencha yana davomliq shu Asiya radio, Erkin Asiya radio kanalimizni tinchlayotgan xalqimiz hali ham bor deb qarayman. Men uni uzib aytib qolayman-da. Men mushatalga 2010 yil chiqdim. 2009-yili 5-iyul vaqasi yuz berdi. Men 2005-iyul vaqasi tugab 1 yildan keyin qaytib chiqdim-da hisobda chatalga. Shu chatalga chiqishdan 2 yoki 3 oy burun men ismini oshkorlamay u qarindishimiz hozirmi shu vatanda yashayotdi. Shu qarindishimiz shu Guangchangdan Cho'ng maydonda shu Cho'ng maydonda ayollarniki tinch ovoz bilan chiqib norozilik bildirayotgan namoyishiga o'zi bilib bilmay bir bozordan qaytibla nima ish bo'libdi deb kirib aralashib o'tirib qolganlik uchun shu shundaq maydondagi ham ayollarni tutib ketdi-ku, ayollar, yoshlar, bolalar shu tinch namoyish o'tkazgan asli bu 5-oyning 7-oyning 5-kun namoyishning bo'lish sababi. Shu kunda men tanıgan bu kishi ayol aşağıda o'zi bilmayli bir aralashib qolganda bu namoyishga kirib shu tutib hammani tutib mashina sulab apmanganda bu men tanıgan odamni tutilib ketgan gap mashina bilan tutilib ketib ondan o shu kechidan boshlab butun tutilgan shu Guangchangga chiqqan hammasidan so'roq kech kunduz uqmay so'roq tortilgandan keyin bu tanishimizning garchi undaq namoyishdan xabari yo'q, faqat aşağıga bir shu cho'ng magazinga bir narsa cho'glab setib olgan setilish jarayonida o'zi tasoddifiy shu namoyish nimish bo'lyotdi deb kirib qolganlik uchunlar qatnashdim deb tutilib ketib taxminan 40 necha kun ayolninki shu maydonga bozorga chiqqanligi boshqa hech qanday ishlar munosabati yo'q ayrilguncha 40 necha kun amdiligi tutib turish vaqt o'rnidan aşağıga so'linib qolganda tutib turish o'rnida 40 necha kun aşağıda so'linib qolgan. Şu solunish jarayonida Müyesser deb bir muxbir deydi ekanmiz, hamda bir Uyg'ur qizimiz bilan bir kameraga tushib yotgan shu 45 kun jarayonida shu Müyesser degan qarindishimiz bilan birga turgan. Shu jarayonda shu Müyesser degan qarindishimiz bizning shu vatanimizda radio stansiyada muxbir bo'lib ishlab o'zining hayotini alqiniga olib qo'yib turib mush yomonlik teg'idagi qarindoshlarımızning shu bolalar kichik bolalar yani so'lyo xaltalarni chiqib setayotgan ko'chalarda oyoq maylayotgan u bolalar maktab kiramigan ashundaq bir vaqalikni bu qiz kameralarni ko'tarib chiqib yomonlik teg'i shu ekranlarga elib bolalarni ularning ota-onalari kunduz hammasi yoymichilik qilganlar yoki baqqolchilik qilganlar atgan ular chiqibdi u bolalar maktab boramaydi qarmoqos hammasi shu yezib janub tarafdan chiqqan qarindoshlarımizda yomonlik teg'idan azon o'ylami u endi yerliklarning ashta o'zlari o'rtaga o'ylarga o'rnashib ketgan u bolalar kunduz qaraydigan odam yo'q qaraydigan odam bor degan taqdirda mo'misi bo'visi yoshga cho'mib ketganlar qarab yotgan o balalardan keyin u kunduz qilgan ish bo'lgandan keyin azroq bo'lsin uyga bir iqtisod akirimiz deb u balalar ko'chalarga chiqib so'lyo sotgan oyoq maylagan vatanimizda 6-oyning 1-kuni balalar bayrami bo'ldi shu kunda shu Xitoylar qaraydigan bo'lsak cho'ng ona cho'ng dada apa 4 kishiga bir bala shundoq ko'tarib balalar bayrami qilayotgan ularning bolalari degan shunchalik e'tiborli bu cho'shqilar balla bayramlarını ötküzse bizning eliqi yomonlik teg'idiki eliqi bichar narsiydi bolalarimiz shu bog'chilardan eliqlarni ichib tashlayotgan butulkalarni yig'di so'lyo butulkalarini yoki bo'lmasa qo'llarida so'lyo xaltalarni sotadi oyoq maylaydi degandek ularga ne 6-oyning bayrami bo'lsin ne ularning bir bolalikniki bir xo'shaligi bo'lsin ashundaq ko'chalarda bir mezgil shunchalik jiq ko'payib ketganda bizim shu ko'chalarda Rabia Dasa deymiz, Şanşqanız Erdoğan taraflarda bütün aşındaq balalar yığıb ketgan. Bu balalarning ota-onalarini ketgan, bu kichik balalar neymiş oyoq maylaygan deb bizim azroq ko'zimizga chiliqqan. Shu vaqtlarda bu Müyesser qarindishimiz o'zining muxbirlik kasbidan foydalanib
Muşu ballarını birden intervyu kılıp, muşu ballar nerede durdu, iz qoğlap, kendini kameralar ilip, muşu materialni, muşu Amerikaga yetkizgen. Hem de maňa bu täpegen bu qarindişimiz hem de rifaga yetkizgen, mu näge yetkizgenini hem de iniq bilmedi da ular vatan içinde bolgan diken. Aşı yetkiziş jarayonida buniki yetkizgen xatirsi, alaqılış şu jarayonlary degenler neçe ay ötkendikin Xitay tarapdan bayqılıp, bu kız işxanda işläwatqay vaqtida işxanda tutup çekilgen peti aşı Kenşu soda saklanganda hem de vatanda mançil kesildim da kesim bermigiçe şu vaqtlık şu kenşu su qaraş vaqtlı qaraş demesi demdi Uyg'urcha. Aşağıda solunup turdu bular. Anandan bu çivudu tutup kirgenler bilan ular qo'shilib qaranglashib ham azdır köptür. Nemish kirib qolgan, nem sababini deyishgandikin. Aşı müyesser qarinishimizning og'zidan aşı kök bayroqlarimizni, mushu radiolarımızning ovozlarini, Rabia apamızning Uyg'urlarimizning nemish qatini shu qizning og'zidan anglab, hayron qilib qaytib chiqib, aşı men bilan uchrashganda bu tunishib, hey biz de Uyg'ur emaskanmiz, biz de hech nima bilmaydi ekanmiz. Mushundaq muxbir qarindoshlarimiz jonni alqini olib qo'yib turib, mushundaq xabarlarni Amerikalarga yetkazib, hozir turmaga kirib ketdi. Pat yaqinda bizning bayrog'imiz ko'k osmon lapildayotgan. Chunki butun axborotni Amerikaga yo'llab qo'yibdi. Ular adam boshlab kirdi ekan. Ular birdan-bir shu Xitoyniki mushu jinoyatini so'rab surishti qildi ekan deb shunchalik umidda ila qiz. Texi kesim berilgan bu qandaq bo'lgan, uning oxirini bilmay 45 kun birga turibdi. Bu ben degan konuşum aqlanib chiqibdi, abdullah qo'lida Marksonlar chiqqan mal setib olgan qog'ozlari, o'ziniki xizmat o'rinlari yaxshi. Men uqmabman, bilmabman, men bozorga chiqish jarayonida bu namoyish qanday bo'ldi. Qarab qapman shu qatorda men tutulib ketdim. Men namoyish qilish niyatim yo'q degandek gaplar bilan qutulib qaytilib chiqibdi. Lekin shu 45 kun shu turish jarayonida shu konsultda shu muyassar degan muxbir qarinishimiz bilan ko'rishib men qaytadan bir odam bo'lib chiqdim. Bizning vatanimizning, bizning davlatimizning bir ko'k bayrog'imizning osmonda lapaylaydigan nihoyat oz kun qolibdi. Biz qo'shal bo'laylik. Mushunda qarindoshlarimiz bor ekan. Bizning ovozlarimizni Amerikaga yetkazib qo'yibdi. Ashlar Amerikaning odamlarni ekilgan degan ash gapni bizga ashyadan kanшу so'tdan ko'tarib chiqqanti. Men bu chet elga chiqsam qachon ko'raman ashunday ishlarni, cho'qim nurg'un ishlar olib ketdi chet elda. Aşı müyesser çıkırıvetken axbaratlar bilan qanchalik g'ulg'ullar qo'zg'alib ketgan bu deb chiqqandim. Shunchalik umidlarda chiqsam, nada hech qanday hamma joyidagi Uyg'ur desak, Uyg'ur degan qaysi millat, nadan kelgan, nima bo'lgan. Mana 2017 lager chiqqandan keyin mushu xalqimiz zulm tatgan, mushu lager yotgan xalqimiz yana o'zini o'zi dunyoga tanitdi. Mana ashular o'zining ovozini o'zi anglatdi desak. Şundak. Ben tüydüm ben de. Erkin sizin sözleriniz var mı? Ben özümdeki təsiratını bir dep ötey. Yuqorida qarindoshlar hammani bizlab xalqqa anglatdinglar. Men hayajonlanib qoldim Zükra-singlimning degan gaplarni anglab. 2018-yılı 3. ayının 5. günü bo'lgan chaqda mushu biz turayotgan mushu shaharning o'zida bir eni qarindishimiz menga bir telefon qildi. Miyaga bir konferensiya bor ekan. Bu konferensga ayni vaqtning o'zida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq oliy kengash nimasida vazifa o'tagan. Anandagi mushu Norvegiyaningki ayni vaqtdagi tashqi ishlar ministri, Davlat Mudofaa ministri qatorliq vazifalarni o'tagan, pensiyaga chiqqan hamda bu odamningki o'g'li Jens Stoltenberg degan NATO'ningki bosh qo'mondoni Sputnik qildigan odam bir konferens o'rlashtirdi, kelsam dedi. Ash qarindishimizning baga uchuri bilan bu yerga keldik. Kelib orliqda bir 3 minutdek savol so'raydigan fursat bo'lib qoldi. 100dan oshiq yerliklar bor, boshqa chet elliklardan ozroq bor. Bizninkilardan shu inim qarindishim bilan men ikkimiz bor. O qarindishimiz menga shu xabarni berib qo'ygandim, qisqa vaqtning ichida bo'lganligi uchun. Keldik u odamga shu 3 minutlik vaqtning ichida, "Efendim siz
dunyodagi zulm uchrayotgan millatlardan bo'lib shu Vengriyadagi kommunist hukumatining jazosiga uchragan millatni qutqizish yo'lida ko'p töhfalarni qo'shgan ekansiz. Hamisha men sizga bir narsani Sharq Turkistonni tanimsiz deb qarab taniyman dedi. Men Sharq Turkistonlik, mening davlatim, vatanimning ismi Sharq Turkiston, men Sharq Turkistondan kelgan. Hozir mushu vaqtning o'zida, mush so'zlayotgan vaqtimning o'zida milyondan oshiq Uyg'ur Sharq Turkistonda, Uyg'ur qozoq qarindoshlar Sharq Turkistonda 2 dunyo urushida ilib berilgan lagerga o'xshash lagerlar qurilib, ashayaga jazolanyotdi, o'lyotdi, azob chekyotdi. Mushundan xabaringiz bormi desam qarab turib xabarim bor dedi. Unda bo'lsa bizning xalqimiz nima ish qilishimiz kerak? Biz qanday ovoz chiqarishimiz kerak? Kimlar bizga hamdamda bo'la oladi, yar yurakda bo'la oladi? Siz o'zingizning hozirgi mushu ijtimoiy o'rningiz hamda burun o'tgan xizmatlaringizdagi ijtimoiy munosabatlaringiz, o'g'lingiz, qizingiz, hammasi hukumatning odamlari, yuqori darajalik hukumat xodimlari, mushularningki qo'lqa samiga silish orqali bizning xalqimizga qanday yardamingiz bo'ladi desam, savollardan keyin boshqa savollar bo'lganda, lekin javob bermadi, boshqa savollar bo'ldi. Aralıqda bir 15-20 minut, yarım saat o'tgandan keyin savollarga javob beradigan kelgan chog'da "Abay Sharq Turkiston" deb savol so'raganim qaysan dedi. Men qo'limni ko'tardim. Mushaga kelib qolgan, mushu tuproqlarga kelib qolganlaringning beshini silaymiz, qo'g'daymiz. Sening Sharq Turkiston degan tuproqninki bo'layotgan ishlardan xabarimiz bo'lsa-mu, Xitoy bir cho'ng davlat. Bizning hozir men sana uningga qanday choralarni qo'llana olamiz, undaq deb boshqa nima deyolmayman. Sen hozir menga degan gaplaringga o'xshash ovozingni xalqingga chiqar dedi. O'zingning xalqingda degan gaplaringni dedi. Bu gapning salmoqi xeli ig'ir darajaga yetdi. Men xalqimga men qanday deyman? Men nima deyman? Nima deyishimiz kerak? Mening xalqimga tashviqot ilib berayotgan, tashviqot bilan shug'ullanayotgan nurg'un urlar qurildi. Bayam qarindoshlar so'zlab o'tgandek, Erkin Osiyo radiosi bor. Hozirga qadar bizning ashunchalik tashviqotlarimizning agar roli bo'lgan bo'lsa, 2017-yilga kelgan vaqtning o'zida Xitoy azvaylab 10-chilik darajada bizga keng ko'lamli qirg'inchilikni olib borishga qo'li bormas o'g'aydi. Agar xalqaro Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Kishilik huquq komissiyoni haqiqatan Uyg'urningki hol ahvolidan xabar bo'lgan bo'lsa, bu ishlarga yo'l qo'ymagan bo'ldi. Qo'ymagan bo'ladi. Hammamizga ma'lum, Xitoyningki o'zining qo'li xeli yerlargacha singib kirib ketganligini Xitoylar o'zlari deyotdi. Bu da shu yaqinda Amerika hukumati butun hammani oshkorlab chiqdi. Endi bizning qolgan shu o'tgan qarindoshlarımizga o'xshash o'rtaq qiladigan ishimiz nima? O'zimizga chiqish. O'zimizning amaliy sharoitimizni o'zimiz deyish. O'zimiz medialarga deyish. Medialarga, muxbirlarga degan vaqtning o'zida sadagan ketay qarindoshlarim, jon chiqib ketadigan holatga kelsakmi, bizga foydasi bo'ladigan gapni o'ylashib deyli ha muxbirga. Chunki har qanday bir muxbirning, har qanday bir yozuvchininki kitob yozadiganlar bo'lsin, muxbir bo'lsin, yo gazet jurnallarga maqola yozadiganlar bo'lsin, ularning o'zininki bir siyosiy maydoni bor. O'zining bir vakil bo'ladigan, o'zining tava bo'ladigan bir maydoni bor. Shu nuqtadan qarab turib bizninkiga yestashlik qilganda qilib ba'zi savollarni so'rayotdi. So'ragan vaqtda bilmasak, yo'q men bilmayman, javob bermayman buningga. Biladigan qarindoshlarimni ko'rsatib qo'yasanlar deyish kerak. Agar bilsak, o'zimizning mustaqil davlatimizning bo'lganligini isboti bilan bog'lig'ini, davlatimning ismi Sharq Turkiston. Qabul qilsang, mushuni hurmat qilsang, mushu Sharq Turkistondagi millat deb atab turib, mendan unda savol so'rsang javob beray. Bo'lmasa, men sening savolingga javob bermayman. Şinjandagi asallıq millatlar dema. U tuproq bizning tuproqimiz. U tuproq azaldan, tarixdan tatib ota-bobolimizdanki bizga qoldirgan tuproq. Biz egisi. Biz o tuproqning egisi. Bizni besib olgan, tajovuz qilib kirgan Yavuz tajovuzchilarning ostida qoldik. Endi bizga akilib Şinjan yangi tuproq degan ismni o'zdirib qo'ydi. Bizning tuproqimizning ismi Sharq Turkiston. Sharq Turkiston degan ismni atab turib meni uni ko'rishsang, savol so'rsang dey, bo'lmasa men sana javob bermayman. Deyli. Muxbirlar shunday deyli. Odatki puxra qarindoshlarimiz shunday deyli. Degan vaqtimizning o'zida
Her qilgan sözümüzün avam xalqqa, vatan millatning jonijon manfaatiga qanchalik foyda qiladi va qanchalik ziyinni keltirib chiqaradiganini o'ylashib qo'yib deyli. Rahmat, mening so'zim shu. Unda bo'lsa men 4-chi savolga o'tib ketay. Yaqinqi yillardan buyon shu hammamizning diqqatini tortayotgan to'r televiziyalari, to'r radiolari, to'r betlariga o'xshash ijtimoiy axborot medialarining taraqqiyoti sog'lom ketyapti. Ularning da'vo ishlarimizni ko'rsatayotgan ta'siri qanday bo'lyapti? Endi Jasorat apandi, siz endi abayqi gaplaringizni mishada davomlashtirsangiz to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Shu radio ishlarimizga ko'rsatayotgan ta'siri qanday bo'lyapti? Shu media nemiz sahifalarimiz jiqlab qoldi hozir. Shularning taraqqiyoti to'g'riliq bir so'zlab berganmiz. Bo'ldi, rahmat. Bu vaqtda men balkim sal jiqroq so'zlab qo'yishim mumkin, chunki bu nihoyat muhim bir tema, chunki bu ish shu da'voniki yo'linishi va da'voning natijasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Buningda bir narsani ko'rsatib o'tayman. Oldi bilan bu Germaniyaniki Hitler'niki ayni vaqtdagi propaganda ministri Josef Goebbels mandaq dedi ki, "Bana vicdansız media berginki, men sana ang seviyesiz bir xalqni sunay" deydigan bir gap var ki. Bu gapning ma'nosi nihoyat cho'nqur. Hamda shuning bilan Hitler bilan ikkisiniki ma'nosini qarasanglarmi, yolg'on so'zdan deydi, ya'ni yolg'on so'zda Hitlerning gapi bo'lishi mumkin yoki Goebbelsning gapi bo'lishi mumkin. Yolg'on so'zda u cho'qim ishonilganlar bo'ladi. Ishonmay qolsa, ya'ni yolg'on so'zishni davom qil deydi endi. Bu shu zamondan tortib qolgan hozirgacha shu Xitoy faşistlar qo'llanayotgan taktika. Ya'ni tashviqot ularning jini demakki. Shu tashviqot orqali xalqni nodonlashtirish, xalqni ishondirish, xalqni aldash. Masalan deylik, Xitoy kommunistlari hozir agar mediani qo'yib olsa, medianing erkinligini qaytarib bersa o'ziga bir kun titrab turmaydi Xitoy kommunistlari. Mana biz shu Xitoyniki mediasida ishlaganda buni besh qo'ldek bilamiz. Butunlay xalqni aldash, ko'zbo'yamchilik, propaganda orqalilar shu davlatni tutib turadi. Xitoy faşistlarida. Mushuning o'zidan bu, ya'ni bu medianiki rolining naqadar cho'ngligini his qila olamiz. Endi yana bir jihatdan chet eldagi Uyg'urlarniki nemisi deydik, hozirgi umumiy Uyg'urlarniki diasporadagi Uyg'urlarni bir odam teniga o'xshatsak, uning bosh qismining egallagan prosenti butun badanning 10% bo'lishi mumkin taxminanda. Ammo yo'g'on qo'saq, qo'l, oq sog'lar hamini qo'saq, bu 80% dan oshadi. Uni hamma ig'irlikni ko'tarib turayotgan put 10% ga bormasligi mumkin-da. Nima shu bu gaplarni deymiz deganda, ham bu chet eldagi Uyg'urlarniki ahvoli mushu. Ben uzun yıllar, 20 yıldan artıq chet elda diasporada yashash jarayonida his qilganim, shu 10% yani baş kimga vakillik qildi deganda bizniki siyosiy liderlarimiz ham abaytilgan ziyolilarimiz ham media. Bizning liderlarimiz, ziyolilarimiz kim orqali ovoz chiqardi? Media orqali ovoz chiqardi. Endi ig'irlikni kim ko'taraylik 10% yetmaydigan put ko'tardi, bechora put. Ama 80% mabeden azimga shirtadigan, ig'irliklarni qachilaydigan rol deganda cho'ng'ilmagan bir qism endi. Demakki, agar mushu kalla 10% yaxshi ishlasa, badanga yaxshi signal bersa, to'g'ri yetaklasa, badanmi to'g'ri yo'nalishga ma'noda ham sog'lom bo'lishi mumkin-da. Shunga bu medianiki rolda shuni o'qitish orqali deydiganim nima deganda, media agar xalqimizni to'g'ri yo'nalishga boshlasa, to'g'ri yo'l bilan analiz qilib xalqimizga yetkazsa, bu siyosatmi balkim shu yo'nalishga menishi mumkin. Siyosatchilarimizmi shu yo'nalishga menishi mumkin. Ammo bizda beshida media masalan hozirgi ahvol to'g'ri biroz to'xtaldik. Nihoyatda jonlanish bo'ldi.
bo'lmagan shu ovoz chiqarayotgan kim bo'ldi sharoq shuruq dal diqqat qilsak hamma ovoz chiqib qoldi ekan. Shu 10% ichidagi media hozir shu diasporada ba'zida 2 million Uyg'ur bor deydi, ba'zida 1,5 million deydi. Shu xalqimizning mutlaq ko'p qismi shu media ekran orqali kuchur egallab, shu da'vo sepidagi ishlarimiz qanday ketyapti degan javob beryapti-da. Shunga bu medianing to'g'ri yo'lga menishi nihoyat to'g'ri. Ham nihoyat muhim demoqchiman. Ammo afsus, bayaqi gaplarim chalab qolib qoldi, hozir to'liqlab o'tay. Bu mediadagi ojizlik nima deganda hozirda birinchidan yana desam buni his qilmagan bo'lishi mumkin shu media ishlar qilayotganlar. Shu xo'sh hojamlik ideyasi. Ben shu Ürümçide yaşab Janıqı berib baxmaganman, Janıqı baganda hayron qoldim, Qashqa Xotanga berib, Ürümçi faqat o'xshamaydigan bir yer ekan u. Haliqi yez boshliqlari, haliqi noya boshliqlari degan podshoh ekanda u yerda. Azroq puli bor odamlarmi nihoyat yuz obro'liq keladi ekan, nihoyat hurmati bor ekan, xo'sh hojam deb turdi ekanda endi. Bu chet elga chiqib media sohasida mush ishni ko'rgandan keyin mening ko'nglim elishtiras gap qilsam. Nima deganda men vatanda bir televiziya stansiyasini boshqarib o'tgan odamdim. Mushu iliq partiyaning qonuniy bo'lishdan seskinib va erkin dunyoga chiqib, erkin so'zlaydigan yerda 10 yil yassammo ko'zim o'chib ketib qolmayman deb shu boshliq pashliq degan hamma tashlab yenib chiqqan. Maqsadim mushu erkin dunyodami bo'lsa-mu, haqni so'zlaydigan bir medialarni anglab ko'rib o'tsak, ham o'zimizmi shu qatorda so'zlab o'tsak, anondan keyin bir puxadan chiqishga 10 yil yashasam deb chiqqan. Ammo chiqqandan keyin shu medialar alaqim boy degandek televiziya, radio, to'rdagi mushlar ishlashga boshlagandan keyin nimadan boshlandi deganda xo'sh hojam ideyasi bilan boshlandi. Oldi bilan shu nimalar tashkilotlar o'zlariniki tashkilot mediasini qurdi. Ular albatta hammasi o'zining tashkilotining gapini qiladi, uning gap yo'q hamda u normal. Ammo xalq ichidagi o'zligidan fidoyilik qilib o'tirg'i chiqqanlar qanday qilyotdi deganda, ularni bilib bilmay shu ishning yaxshi tarafini nima qiladigan, so'zlaydigan, yomon tarafiga yaqinlashmaydigan, hatto masalan az bo'lmagan odamlar inkos yozgan taqdirdimi masalan shunaqa maydonlarga uningga yuz turani javob bermaydigan, o'chirib o'tadigan mushunday ahvollar nihoyat ig'irligini ko'rib, men asli bir ekran boshqarish niyatim yo'qdi. Men xizmatim oldirash adam 5 kun ishlayman. Ammo mush ahvollarni ko'rgandan keyin iliqi vatandan chiqqan orzuyimniki amalga oshmaydiganligim, bir erkin so'zlaydigan, iliqi haqni so'zlaydigan bir ekranniki zarur bo'lganligini his qilib ekran echishga tirishdim. Ham bu ishni davom qilyapmiz. Nima deganda bir bo'shliqni to'ldirish. Masalan, bir misol beray. Mushu xalqimiz orasida iliqi hamma odamning og'ziga chiqib ketgan, iliq Uyg'urlarning butun Uyg'urning irosiga xilof holda Uyg'urlar shu Xitoy, shu nejis Xitoylar bilan birga yashashni xohlaydi, avtonomiyada degan javob bergan odamni ekranga chiqarib, hocam, sizning salobatlaringiz, sizning bilimlari Uyg'urlarning ichida cho'nqur simosi bor deb turib, shu qo'shamat bilan boshlangan ekranlarni ko'rib, quyuq chechim tik turgan meniki. Yani sen o Qashqarning oq ko'chasida bir yoyimchilik qilyapsa, 86lik qilyapsa, ekranga chiqib million sotadigan qilib, jumon chiqmadi, 5 mart, 10 mart ketdi deb montaqni sotadigan qilib ekranlashdingmi yoki bir xalqimizning ehtiyojiga mos holda xalqimiz nimani o'ylayotgan bo'lsa, shuni so'zlashni ekranlashdingmi masalan. Boshqa bo'lsa xalqimiz fikr berganda, shu fikrni hech bo'lmasa shu ekranda o'tirgan shu xo'jangniki yuziga qo'ya olaydim. Sal so'ray olaydim. Masalan, bizniki deylik, shu muntazam ekran mediada abay erkin nasiya radiosidan boshqa izchil tarqish berib kelayotgan, ham kundalik tarqish berayotgan ma'rifning bir televiziyasi bor, Istiqlol deydigan. Ben jiq diqqat qildim, qarindoshlarimiz ko'pincha har kunidagidek buning xabarini ko'rdik hech bo'lmasa, chunki ular maxsus odam qo'yibdi. Kundadagidek dunyoda nima ishlar bo'lyapti degan xabarni 10 minut tariqasida xabar berdik-a. Shuning masalda uning riyosatchisi-mu erkin medialarga o'xshash ziyoratni qo'shimcha qildi-da. Uningda
Amerikadaki Uyg'ur inson haqlari projektiniki mas'uli odamni taklif qilib ashada bu bola programmasini keyin ko'rib qoldim, naq maydon ko'rdim, yuziga qo'yaldi herhalde. Sizlarni avtonomiyachi deydi-ku, buning nima deysiz degan deylik, Allah bu nima so'raysiz bu savolni? Javob berib bo'ldi qilib o'zini qancha to'yi javob berdi. Ammo haliqi odam nima dedi deganda bir isbot bering qani. Kim biz avtonomiyani qo'llaymiz debdi deganga haliqi riyosatchi gachuvib qoldi-da. Onun oldida xalqimiz 100 qatim, 1000 qatim, 10 ming qatim deb qo'ygan haliqi tulkininki ekranga chiqib, biz tarixdan nomus qilmay, nurg'un odam qon berdi, shahid bo'ldi vatanning istiqloli uchun, mustaqillik uchun. Muşununga nomus qilmay, hammani ko'rib, bilib turib biz Xitoy bilan yashaymiz, avtonomiya talab qilamiz deganni xalqimiz shu qadar tanqidladi. Haliqi riyosatchi adamın senin başlığın sen bilen senin teşkilatını kurgan adam dedi-go degan bir eg'iz gapni qilamadı. Hem bu o hocamdan qo'qab ketgan yerimi o ya esiga kam mümkün emas, esiga kelmasligi mümkün emas. Çünkü bu hammadan og'ziga chiqib qolgan gapdi aşağıda. Deyolmadi. U taptatdimi ya yüz xotira qildimi? Axborotchilikda yüz xotira bo'lmaydi. Haqni so'zlaysa, rostni so'zlaysa, bu yerda og'inidarchilik, yurtvozlik, qo'sh-qo'sh hojamchilik bo'lmaydi. To'g'ri. Bu endi mushu mediachilikda hozirgacha gerçi ekranlar jiqib ketdi deganimiz bilan mushu qo'sh-qo'sh hojamchilik, mushu haqni so'zlayolmaslik bir ojizligi bor. Uningdan boshqa hozir Uyg'urlarning ahvoli qarab baqsak, paramparcha holatda endi. Birlik debdi xalqimizni qildi. O birlikning biri aşmaydiganligini ko'rdik. Har xil ideyadagi tashkilotlar, shaxslar qumdak hozir aramizda. Ammo medianiki bir ojizligi hozirgacha o'xshamaydigan ikki ideyadagi odamni bir orqa akilolmadi, hech qaysisi. Mushuni agar xohlagan bo'lsa, jurtligi, do'sti, yana bir nimasi, og'inisi munosabat bilan bo'lsin biriga akila oladi. Mushu orqali biz deymiz-ku. Meseleler, ziddiyatlar, analiz, tartışış orqali hal buldu deymiz. Munozara orqali hal buldu deymiz. Ama Uyg'ur medyasida bir cho'ng bo'shliq bor. Hozirgacha bir misol yo'q bu jihatda. O'xshamaydigan ko'z qarashdagi ikki tashkilotning vakili bir yerga kelib, xalqimizning oldida munozaralashib baqqan ahvolni ko'rib baqdinglarmisizlar? Yo'q. Hozirgacha yo'q. Akilanmayapti. Bu bir, yana birisi, uchinchisi sapa meselesi. Hazır hem de Uygur devletimiz yok, üyümüz yok, musafir halatda, nahayet içiniş halatda. Bunda adam uydan ayrılıp kalgan musafirlarning içinde hamma adam öz aldığa xalığını qilaveradi ki. İlgisi bo'lmagan ki bu milletniki. Mesela deylik, şu mediachilik qilayotganlar qarsanglar, kichigidan shu 4-5 so'zni yatlab olgan mollamlar ko'p. Shu da'vat qiladigan, xalqni jihodga da'vat qiladigan, unda qashloq qilib turib nurg'un odamning jiniq zaman bo'ldi-ku. Ashlar xalsa mollam bo'ldi-ki, bir mollaga yetiblar, da'vat qildi-ki, jihodga chaqirdi-ki, odamlarni o'limga tutib berdi-ki, xalsa muxbir bo'ldi-ki, o'tirib ekran bir shikranning oldida o'tirib dunyo boshqurdi-ki, turibdi xalsa bakiliq hayajonlanib ketib bir chaqlida satelit orqali, sun'iy amra orqali taqdirlangan televiziya qurmoqchi bo'lgan bir başlangıçta füteyemegen çalamollam. Ameliyatda bir reklam bo'ldi edi, u bir tashviqot, millatimizni uyg'otish emas, bir reklam bo'lib qoldi demoqchi-ku siz. Bu siz birdan turib turing, o savol javoblaringiz astik savollarimga yiqiroq chiqyapti. Endi shuni birdan turib turing, yana sizni so'ray. Birinchi arkimiz yoki ma'rifatimizning do'sti boshlab qolsa. Xo'sh. Endi jasoratni aytdi, tafsiri yaxshi izohat berdi. Aslida bizniki yana yig'ib aytgan chaqda shu tashviqot ishlari aslida muhim bir organ, sistemlik bir kollektiv şekilde elib berisi pek yaxshi edi. Millatning ideyasini, millatningki milliy ruhini, ongni yetildirish uchun vatanninki qimmatini
Devlet kuruluşunun ki yani müstakilliğinin ehemmiyetini terbiye şekilde siyasi bir yetekleş şekilde şu kolektif bir medya buluşu bek zürüldü aslında. Onda bulamadık hazırgıca. Bunu şu noktada iş kılamayız dep men bu cık tirişkan 20 yılda avval tirişkan o vaqtda bo'lmay qilib ma'lum bir tashkilotning qarmog'ida bo'lib qoldik. Tashkilotning tashviqot ishlariga aralashib qilib shu taraflik holda shu tashkilotning ish faoliyatlarini tashviqot qiladigan yo'lga menib qoldik. Keyin 2008-yili bir nashriyat quradigan bo'ldik. Sharqiy Turkiston ozodlik nashriyati deb. Men Uyg'uriston ozodlik nashriyati deb qurilib turib oldim. Şunun bilan Qashqarlik bolalar qaraq qilib, Sharqiy Turkiston deb qurmasang biz ish qilmaymiz deb ma'qul deb Sharqiy Turkiston ozodlik nashriyati deb 2008-yil 8-4-kunsi Qashqardagi bir kunni xotiri asosida bu nashriyatni qurdik. Qashqar shahri ichida Abdurahmon Azad degan qarindoshlar, ishki ag'inlar Xitoy askarlari mashq qilayotgan mashina haydab berib, Xitoy askarlarini bostirib öldürgen şu günün özünü xatırı qilib 2008-yil 8-ayning 4-kunsini biz xatırı asosida o nashriyatni qurdik. Onu ham rasmiyatlashtirib tasdiqlatmadik. Ama nashriyatni qurib şu orqali qanday kelsa bu chet elda bir kollektiv boshqariladigan bir media tashviqot ishlarini rivojlantiraylik dedik. Bununla Amerikadan Sidiq Ro'za efendim Avustralya'daki sabık Cumhur Reisi Ahmet İgenbedi efendim, Germanya'daki sabık kurultayının reisi Envercan Efendi kadarlık 11 kişi bunu katnaştı. Almatı'dan Kahraman Hocam Bedi var. Türkiye'den yeni kimler başkılıp o tizimlikler hazır hatırlamaya kaldım. 11 kişi katnaştı. Çok müteberlerden de. Olaylı ki fakat sırtı turup iddiasını kontrol kıldı. Bu bizdeki nashriyat işlerimizdeki ne kitatqanlığını iddiasını kontrol kıldı Allah. Ama iş faaliyetini bir qancha yaşla kıldığın bulup şunu kurduk. Keyince bu ravaş tapmadı. Ravaş tapmay yandikin o ahırda birden işkiden çıkıp gitme adamlar piş qadamlar bilan keyincha yaxshi munosabatli bo'lmay qoldi. Ahmad Egenbedi efendim bilan hemen bir urushib qoldim 2009-yil 17-sentabr 18-sentabr Germaniyada. Şunun bilan Qahramon G'ojambedi shu qurultayning ichida qilish kerak deb bu odamlar yurishini chiqarib turib oldi. Va shunday qilib endi u bizniki tashviqot ishlarimiz şu qurultayni yoki Rabiya xonimni madiylaydigan shularni tashviqotni qildigan nuqtada yana yig'inchoqlanib qoldik oxiriga kelib. Shunday qilib bir mustaqil kollektiv boshqaradigan bir mediani barliqqa keltiramiz. Buni da ko'p tirishgan aslida. Endi o Sharqiy Turkiston ozodlik nashriyati menga kelib qoldi o'zim yolg'iz. Men yilda bir yarim tal kitob chiqarsam shu nashriyatniki nomida chiqirma, o nashriyatda endi 3-4 ag'inlar va o yozgan kitoblarimni asoslar o'qib bir ko'rib mayir bo'libdi, ayir bo'lmabdi deb tahrirlashdan burun fikr qatnashtirganlar bor. Endi demak, meningki o'zimning orzuyim mushundoq bir kollektiv boshqaradigan millatning iddiasini hareketning yo'nalishlariga ta'sir ko'rsatadigan tashkilotlarningki axborot sahifalarida xohlagancha bir narsalarni tashviqot qilishiga to'sqinlik paydo qila oladigan sen nima qilyapsan deb bunda ommaning oldiga chiqib rasmiy tanqid qila oladigan suhbat qila oladigan bundoq bir narsani rivojlantiramiz deb shunga ko'ngil bo'lgan. Ammo bu ishni birinchi qo'lda pul yo'q, imkoniyat, pul hozir moddiy imkoniyat. Ikkinchidan nüfuz iş olmasa amandaq bir 20-30 adamlar voy hocam sizning rost deydigan alayda bir kinishga yoki nüfuz bo'lmagandan keyin bu ishlar bo'lmaydi ki, rivoj topmaydi ki. Oxirdan ikki haq bilan og'zimizni tillaydigan urushgan ishlar bo'lib qoldim-ku. Demak, endi hozirgi ahvolda masalan WhatsApp paydo bo'ldi. Bu 2014-yildan boshlab rasmiy kengayib Uyg'urlarning ichida umumlashdi bu. Facebook'un o'zi xeyli burundulla bat etib etdilar. Endi shu yaman bek parchalanib ketdi.
Her qanday adam hayatın bir dedik, her qanday adam özünün gibini qılalaydı, özünün arasına oturup qalaydı dedik. Bu bir artıqçılığı. Şununla birge yaman elki parçalanıp gitti. İdeya parçalanışı, adamlar elki kim olsa oturuğa çıkıp bir narsani ideya mavi deb oturup qıvaldıgan navay kebapçılarını, onda desek elki navay kebapçılarının iddiş olmaydigan gap emas. Özümüz bilgenlik için o adamların qanchalik adamligini. Aşlama ben ideya taqdim deb jillab WhatsApp'da sözlep milletni qaymoqtirib ahmaq qilib жүрген işlarga adam eciniğisi kildi. Şu kişilerinki qandaqlığını bilip durup çoğ teşkilatınki lider olup ketip danqı çıkıp ketken sol beklerinin özümü oşundaq adamlarını götürüp çıkıp ve sen bu şu yaxşı bayat qatsı deb oşunda qilgan nomussuzluq işlarımı naiti köp endi. Muşnada endi bu medyanınki milletimizni bir tutaş yetekleydiğin tarifi hakikaten oturgan mıydı? Teşkilatlarının özünün aman özünki teşkilatınınki programımız boyunca özünün teşkilatının menfaati boyunca teşviqat kıldı. Abiyam cesaret yenge okşaş Altınur ayındaki Komünist Partiyanınki klipi kösbegen prensip boyunca teşviqat kılışlan öyle ki falanı başlık onu kıldı, partiya başlık onu kıldı deb axbaratlı kılış var, teşviqat kılış. Ama öyle münazir şekilde yoki tanqid şekilde kritik meselelerini oturup okuyor, falanı teşkilatınınki muvaffaqqa işi yaxşı bo'lmaydi, pistani rahbarininki maddigan so'zi yaxşı bo'lmaydi deydigan mundaq bir narsa kim yiqaldi degan chog'da shu bizga o'xshash adamlar yiqilib qoldi, andikin yakka WhatsApp'larga chiqib bazı açıkçası tıllaydıgan mındaq adamların qolu qilib qoldi. Aldın yıllarda qurultayının mavreisi Mehmet Toxti Efendi'nin özü bir WhatsApp'ta şundaq köpçilikler bilen gap talışıp ketdi. O WhatsApp grubu qanday grup ki onu ben bilmeyme. Mana o avaza yetip kelip qaldı. O kişiler depti ki sizler Dünya Uygur Qurultayı bu neme dep 2020 yılını medeniyet festival dep mında e'lon qilishlar falan pistan dep tanqid qilibdi. Qanday ekan o Mehmet Toxti biz medeniyetni aldığı çıkarışımız gerek falan pistan dep ona cevap bergandi ekan. Başqalar qilib o siz vatanimizda Xitoylar irqiy qirg'inchilik qilsa sizlar nima uchun bu madaniyat faoliyat qilisizlar desa biz madaniyat qirg'inchilik qilib deb mushu yo'lda tunishtirmaymiz deb mana jadal chiqarib u odam debdiki biz milletimizni Xitoy irqiy qirg'inchilik qildi deydiganga isbot bormi qo'limizda 50 adamninki isim familiyasini adreslan qarshing deb bera olaysiz deb turib yengib etibdi. Ben şunun bilen bir hafta keyin özüm şu ekran açık oturup sözlep tıldım o adamın ağzımı buzum. Ullap ketdim. Çıkarganda BDT'nin insan hakları hitapnamasida hitapnamasının 11. maddesida 6 tarmoq var. Bunu mavu Asiya Uygur Hanım'nınki oğlu Hollanda tilida yazıptı makala tünügün okup onu nemege Facebook'ta paylaşıp koydum. O hanımniki oğlu şu Gollandiya tilida yazıptı. Yazıp şu Xitoyninki Uygurlarning üstüne irqiy qirg'inchilik ep berib atgan jinoyatini BDT inson haqlari hitobnomasining 11. maddesidagi 6 tarmoq bo'yicha hammasini ayrim tushuntirib Xitoyninki mushu qilib atgan ishi dal mushu BDTninki xalqaroliq irqiy qirg'inchilik prinsipiga Xitoyning qatına uygun kildi deb muşuna şərilep oturup qoyubdu. Endi bu hazırki Amerikada bunu oturup qoyubdu, axbaratlar oturuğa çıxdı. Ma bu Germaniyaniki mütəxəssis Adrian Sens efendinin özü o oturuğa çıxıb məni dünya elan qıldı. Xitoy Uygurlarga endi demek 30 yılın yağı, 20 yılın yağı dava kılıp atkan bir teşkilat Uygurlarınki en ali hukukluk, vekillik organı deb atkan BDT'de Aksaray'da mükafatlanıp atkan BDT'den qo'g'lab chiqarilib atkan mushundaq bir teşkilatning ma'muriysi bo'lgan odam Xitoyning ustidan bizga Uygurlarning irqiy qirg'inchilik jazosi epbari deb da'vo qildigan qo'limizda isbot yo'q deyapti. Bilmem de aşağı BDT'ninki İnsan Hakları Hitapnamasının 11. maddesidagi 6 tarmoq bo'yicha Uygurlarning üstün irqiy qirg'inchilik yurgizib atganligini
isbatını aşıla bilmem de, aş BDT'nin kanunu bilmem de, jılda ne çıkatın BDT'ye verip dava kılgan tursa ola. Demek endi, muşundaq işlarını derhal açıqıp, meydan açıqıp, tenkit kılıdığan, olanı naq meydan açıqıp, sen ne medavatça dep, sonra kıldığan kollektif bir medya yok. Yok. Olmağandan keyin andikin halkımız hemmesi özünün vicdanı boyunca özününki düşüncesi boyunca oturuğa çıkıp bəzənlər en yaxşısını qılvatıdı, bəzənlər qalaymıqanını qılvatıdı, bəzənlər hatanı qılvatıdı. Milletin zihniyeti şunçalik parçalanıp gidiyordu. Aslında bunca parçalanıp olmaydı. Bu şu medyanınki yani təşviqatının rolününki yaxşı mangmayvatqanlığı bizninki chet eldeki ahvalımızı qatta tezi yaxşı muvaffaqiyatlik olmağanlığını ispatlaydı şu işler. Doğru dediniz. Aşındaq nankorlarını desteklep, top kurup, vay hocam sizin toğra, vay xenim bek çarçmay, amay, yaxşı hizmet kılatılar dep destekleydiğanlardan örgüleydeymen bunu. Bundaq destekleydiğanlar. Sanıtı xıçıqken. Şunun da əfsuslanıp gittim. Undaq olsa en ahırkı bir sualımız kaldı. Ben şu sualını soray, vaktimi bir yer görüp kaptı, 2 saatlik yakınlaşıp kaptı. En ahırkı sualım, şu dünyada hazır Uygurlarının avazını yetkizvatkanlar kimler? Uygurlarının avazı yeterlik anıltıvatamdı. Undaq olsa biz bunun dinkin kılıç tegişlik işlerimiz qaysı? Biz qaysı cihetden şununla bekrek ehmiyet berişimiz gerek. En ahırkı sual, emsen bu suallarını bir münazır kılışıp baksak. Bendiler. Kaysınlar başlaysınlar da sorayım. Belki nait ağır sual kema var. Hem de bu ülke adamlar boyunca etmekçikde planlı, pistanlı, yaxşı faaliyet kıldı. Bu medya doğrusunda desek bek nim peyda okuyacak. O kıvatkallar yamancık. Meyli az kıyson, meyli köp kıyson, ya burun kıgan bolsun, ya kiyindin çıkıp katkan bolsun. Kıvatkallar yamancık. Meyli o yeterlik bolsun, meyli yeterlik bolmasın, qanamsın, yaxşı uslubda qıvatqanlar var. Chet el tilida qılatqan asaslıq, chet elliklərə yetkizatqan, hem Uygurlarım yetkizatqan aktif faaliyet qıvatqanlar var. Bularning ismini atsak, endi plani deb qo'ysak, nurg'ullarning ko'ngli keldi. Yana bir tarafdan alaga dushmanlik qilganlar var, endi ikkinchi ismini atilib qolganlarga zarb yurdiganlar chiqib tarafdan bu bir necha qatim bo'ldi. Tayr emin Uyguryan qarindishimizning o'zi Uygur agentligi degan sayfisida tehditkor ayollar deb Zigemirdak ayol xonimlarniki resimlerini çaplab ismini chiqarib ekan, nurg'ulgan fikr tushib, oxir uchratdim qarindishimiz shunda bir ish qilib qutulgan bir ish bo'lgandi. Shu ayliqi bir kimlarning ismini atab, ma'lum bir obyektning nomini atab turib, buni deyishning o'zi muvofiq muvofiq emaskan bizniki hozirgi ahvolimizda. Shunga men jumladan bir ish qilib yaxshi faoliyat qilayotganlar bor. Örnek sifatida hamda desak, endi bemavu en go'dak qarindoshlarimizdan bir ikkisini desam, men bu Arslan Hidoyat deb bir qarindishimiz bor. Bu bolaning o'zi asosli inglizcha tashviqot qilib, mayqini yog'i Uyg'urchilikqa aralashib o'qimizmi bir munozara olishib qoldi. Uning milki chet elliklarga qon tashviqoti bak yuqori, unumli bo'lyotdi. Demak, endi mana shunday bir qarindoshlar qilyotdi. Shuni ulgi elib Uygurlarniki ichki ziddiyatli masalalarga asosan aralashmay, to'g'ri dedingiz. Mushu Xitoylarningki Uygurlarga qilayotgan zulmlari, Uygurlarning nimaga ehtiyoj borligini, Uygurlar nimani orzu qilayotganligini chet elliklarga shunday chet el tili bilan bildirish pek muhim. Heliqidak o bir muxbir chiqib Uygurlar nima uchun kurash qiladi, nima talab qildi, optimiya uchun qiladi deydigandek, heliq soltaklarga fursat bermaslik uchun mushundaq heliqi mustaqillikni orzu qilgan, mustaqillik uchun parvondek o'tkigan parvondek kuyib turadigan mushundaq Arslan Hidoyatga o'xshash, Abdug'ani Sobitga o'xshash, Tayrimin Uyguryan qarindishimizga o'xshash mushundaq yoshlarning o'zi o'ziniki ingliz til qobiliyatidan ham o'ziniki siyosiy nimadan, siyosiy maydondan buni
tartış kerak. Bular muştaq başqalarmış ulgu elish lozim. Endi chet el tili bilganga emas, nurg'unliq yoshlarimiz bildi, har doktor jiyanlarimiz inglizini sudak ana tilda bildi, ama haqiqatda bir siyosiy narsa bo'lishi kerak. Siyosiy tushuncha ong yetilgan bo'lishi kerak. Uyg'urlarga nima kerak deb bir kim so'rab qo'yib qolsa, apla deb tengqirib qo'yib, Uyghur Abnu rayonida bir gap bordi, shu Abnu rayoni yaxshi basi bo'ldi deydigan. Bu bularniki. Şunlaşqa siyasi meydanetlilik aniq ro'shan yetilgan, ondan keyin o'zining aktivchanligi yuqori, mundaq yoshlarning o'zi o'tirib chiqib, shundaq chatlik til bilan faoliyat qilishi, tashviqotlarni olib berishi bak muhim. Men shuni orzu qilaman. Rahmat. Niyatni to'g'ri yo'lga shiltalaydigan deysiz bu, to'g'ri dedingiz. Zehra Hanım, şu hozirgi savolingizga men o'zimning oddiy qarashimni o'tirib qo'yib boqay. Agar ijozat bersangiz. Hozir savolingizda shu mediada qaysi tarafning kuchlik ovozi bizningki Uyg'urlarning ovozi o'tirib qo'yilyapti degan savol, shunaqmi? Endi meningki uzundan buyon shu qarindoshlar bilan birlikda, avom xalq bilan birlikda medialarga ko'z tashlab turganimizda bizning vatanimizning mustaqilligi uchun kurash qilayotgan barliq tashkilot, barliq aktiv guruhlar vatanning mustaqilligi uchun o'zining jon fidoligini ko'rsatyapti. Bu haqiqat, bu reallik. Yuqorida Jasorat qarindishimiz tilga olib o'tdi. Ba'zi passivlik taraflarini ko'rsatayotgan yoki bo'lmasa o'zininki qilmoqchi bo'lgan niyatida durustlik qilyapman deydi, amaliyotda millatning cho'ng ishlariga ma'lum negativ ta'sirlarni o'tab qilayotgan ishlarmi bo'lyotidi. Buni men bir oddiy puhravli sifatim bilan men deyapman, avom xalqning o'zidan nurg'un g'ulg'ul bo'layotidi. Endi bularning hammani bir yoqqa qarab qo'yib, hozirgi vaziyatning davrning o'zida sen falanchi, men pistonchi deydigan davr emas. Hozir bizning millatimiz tig'ning ustida qoldi. Yo o'lim, yo tirilish. Buning uchun shuarimiz yo istiqlol, yo o'lim. Bizning vatanimizning mustaqilligi yoki bo'lmasa millatimizning qayta tirilishi uchun siyosiy sahna yaratib berayotgan, asos yaratib berayotgan bir davlat, qudratli bir cho'ng kuch Amerika bo'layotidi. Amerikaning parlamenti, Amerikaningki davlat prezidentlaridan tortib, shuningga ma'lum asoslarni sap beryotidi. Endi qolgan gap biz xalqimizning o'rnimizni turolmasligimizga qoldi. Bu bir. Ikkinchisi, bizning shuarimiz mustaqillikdan boshqa hech qanday yo'l qolmadi deydigan shuarga yetganda, undan keyin dunyoning boshqa medialari, boshqalarning hammasining diqqati shunga tortadi. Diqqatini biz tatalaymiz. Buningga asos bo'ladigan, nima uchun sen mustaqillik deysan, bir umda yashayotsan, territoriyaning ichida ekansan deganga vaqtning o'zida ba'zi kallasi oddiy nodon qarindoshlarimizninki xalqning, avom xalqning jonijon manfaatini qurbon qilib qo'ydiganligini o'ylab bilib bilmay o'tkazayotgan xatolardan saqlanish uchun bu yerda bo'layotgan ish do'ppining jidili emas, soqqalning jidili emas, yoki bo'lmasa urf odatning, dinning jidili emas, irqiy qirg'inchilik degani, genocide degani. Buningda Erkin Ro'zi qarindishimiz shu guruhda bordi, bugun ishtirok qilib qatnashamadi. Shu 3 nuqtani yoritib beryapti Facebook'larda izchil turda deyapti. Bu Amerikaningki dunyoga ko'rsatayotgan ta'sir kuchining qancha ekanligini, hatto ma'lum davlatlardagi o'zining jonijon manfaatiga zid kelib qoldigan ma'lum qarshi taraflarni sekund minutning ichida ko'zdan yo'qtib, yer sharini yo'qitib qo'ygandek kuchining borligini hammamiz ko'ramiz. Hammamiz bilib turibmiz. Vatanning mustaqillikdan boshqa yo'lining qolmaganligini har bir Uyg'ur his qilib tuyib yetmoqdamiz. Vatanning ichidagilarmi shundoq, vatanning sirtidagilarmi shundoq. Endi buningga asos bo'lib, bizningki mustaqillikdan boshqa yo'limiz qolmadi deydigan shuarimizga asos bo'ladigan narsa bu yerda irqiy qirg'inchilikdan boshqa narsa emas, bu yerda bo'layotgan ish. Shunga shu 3 nuqtadan mayli qaysi iqlimdagi qarindoshlar bo'lsin, qaysi tashkilot guruhlar olsun, mayli Uyg'uriston deyli, mayli Sharqi Turkiston deyli, vatan ozod bo'lib, bayrog'imiz tiklangan kuni Sharqi Turkiston Uyg'ur jamiyati degan ism bilan qo'ysaqmi bo'laverdi. Shaxsan men o'zimning bir oddiy kallam bilan degan. Ya avom xalqning o'ziga tashlab, referendum bilan aytsa o'gini avom xalq, ashadiki xalqning ovozi bilan
Uyg'uristonda hamda Sharq Turkistonda hamda shu ism shu yer qurilgan vaqtida bo'lsin. Hozirda qurilmagan tig'ning ustida jon talashib yetayotgan, qonning ichida yetayotgan xalqning jonijon manfaatini aramizda o'zimizniki hissiy tuyg'imiz bilan Mandaqiston degan gaplar bilan talash tortish qilmaylik. Chunki qarindoshligimizningki hissiyotimizga ta'sir yetkazib qo'yadigan ishlar bo'lib qoladi. Shu 3 nuqtadan Doğru dediniz erkekler. Ben azrak bir gapni qısıp koysam, şu hazır neçə gündə şu Şərq Türkistandayımız, Uyğuriya deyimiz de xalqımızın müşta talaş tartışıb qatdı. Bu bir hesabda adam xoş bolsaq boldu. Neçə xil fikirlər, nəzriyyələr oturğa çıxıb tursa, andan biz bir-birimizin yetersizlikini görələyimiz, bir-birimizdən doğru yolunu şu fikir almashtırış jarayonida bilib tapımızda. Şunun üçün Mayli Uyg'uriston bo'lsin, mayli Uyg'uriya, mayli Sharq Turkiston bo'lsin, bizning nishonimiz mustaqillik. Shuni sen xoin, ashundaq deganlar hamiz xoin, u xato gap deb bir-birimizga kesim kesmay. Ma'qul, sen bu mustaqilliqing bo'yicha men Uyg'urmi shu Sharq Turkiston, Uyg'uriston bo'ladi. Sharq Turkistonmi shu Uyg'uriston sharqda hamiz Uyg'urga tava bo'ldi degan bir nishon bilan mencha shu talash tortishni tugutib barcha nishonimizni shu mustaqillikqa qarab mansaq degan yakunni tushundim sizdan. Undaq bo'lsa, Jasorat efendi, sizning azroq xulosalaringiz bormi? So'zlasangiz shuning bilan biz savolingizga javob beray. Oxirgi savolingiz esimda qolishcha Uyg'urni asosli kimda to'ntatdi? Bundan keyin bu mediada tashviqot ishidan nimalarni qilishimiz kerak degan savolki, buningda hamda Uyg'urni kim to'ntatdi deganda oldi bilan shu vatandagi qon to'kayotgan, jon berayotgan xalqimiz to'ntatdi. Bundan boshqa chet elda alayda bir shaxs yo'q, ya'ni Uyg'urni dunyoga to'ntatgandek bunday bir shaxs yo'q. Uyg'urning ichida yo'q. Shaxsan mediada texmi yo'q. Agar shaxsga aparib taqilib chet eldagi Uyg'urningki davosini dunyoga to'ntatganlar kimlar deb shaxslarni ko'rish to'g'ri kelsa, men oldi bilan 5 chet ellikni ko'rsataman bu yerda. Bu chet elliklar kim o deganda, birinchisi Adrian Zenz efendi. Germaniyadagi adam ama Amerikada yashaydi. Mushu adam bir tadqiqotchi bo'lish sifati bilan oldi bilan BDTda milliondan ortiq Uyg'urniki so'langanligini BDTga anglatdi, BDTda qabul qilg'izdi. Mushu adamning tirishchanligi, yozgan doktoratlari, ilmiy tadqiqotlari natijasida BDTda milliondan ortiq odamni so'layapti lagerlarga degan gap tarqalishga boshladi, g'ulg'ul boshlandi. Onundan keyin asta-asta bu milyonniki 3 millionga chiqqanligini ko'ryapmiz. Onundan boshqa Amerikadagi siyosatchilardan Marco Rubio, Chris Smith efendi, anadagi tashqi ishlar ministri Mike Pompeo ve Steve Bannon. Mushu odamlar Uyg'urniki dunyoga to'nilishida, Uyg'ur davosining dunyoga to'nilishida haqiqiy to'k boshqan shaxslar. Mening shaxsiy ko'z qarashim shu. Uyg'urning ichida bulardek rol o'ynaganligi bir Uyg'ur men shaxsan ko'rmadim. Ham bular mushu bo'lmagan bo'lsa, bu Marco Rubio bilan Chris Smith efendi mushu palatada, Avom palata, Kengash palatada maxsus bunu bir nima qilib qonun loyihasi qilib o'tirib qo'yib yezib chiqib, ham ash atrofdagi parlament a'zolariga xizmat ishlab, ashlarning qo'l qo'yishini qo'lga keltirib, ashu 100% ovoz bilan o'tkazgidek ulug' bir natijani qo'lga keltirgan shaxslar. Uyg'urlar bularni mangu unutib qolmaydi deyman. Agar vatan ozod bo'lsa, shaxsan men boshqalar qilmasa, men o'zim pul chiqarib bularning haykalini tiklayman vatanga. Bularning ichida mushu chet elliklardan 5 odamni ko'rsatalayman. Uyg'urlarning ichida alayda boy deganimdek alayda bir Uyg'urning to'nishiga to'p qo'shib ketgan bir odam shaxsan men ko'rmadim. Bu yerda tirishayotganlar bor, ammo undaq ko'z ko'rgan birisi yo'q, kesib deya olayman. Endi bundan keyin bu tashviqotni qanday kuchlantirish kerak degan savolga kelsak, to'xtang, men bir narsani qo'shib qo'yay. Uyg'urlar ichidami bor? Lageri guvohchilar chiqyotdi, Mehrigul deymiz, Zumrat Davud qarindishimiz deymiz. Ömerbek akamiz bor, yana qozoq adimizning ismini unutib qoldim. Nurgul dedikmi qozoq adimizda? Yani Mala andiliki, Jofem, bularning o'zi faaliyatchi emas, media faaliyatchilar emas, bular guvohchilar.
Bular Yarısı bularning narsa- avvalgi degan men 5 Ayat. kishi, men degan 5 kishi mushlarning guvohlari orqali isbot to'plab, mush ishni boshqa olib chiqqan siyosatchilar. Mükemmel bo'ldi gapingiz to'g'ri. Hamda mushu siyosatchilar agar Amerikaning mushu siyosatchilari Uyg'urning ovozini chiqarmagan bo'lsa, Yevropani ko'rib turyapmiz, Yevropada mumkin emas deb bunda sado chiqmaydi. Amerikada mushu 5 kishi Adrian Zensk gerçi Germaniyalik bo'lsa-mu, Amerikada yashaydik ayol Amerikalikka, aşağıda bir universitetning tadqiqotchisiga bu odam o'z uchun mushu Uyg'urniki nimasini, masalan, yaqinda mushu genocide deganni, irqiy qirg'inchilik deganni yana mushu odam isbotlab chiqardi. To'g'ri. Qaysi kuni chiqqan doklati BDTga sunildi. BDTda genocide deganni deyamaydi Uyg'urlar, mumkin emas. Mush odam yana genocide, ya'ni irqiy qirg'inchilik degan gapni BDTga kirdi. Bu adam tashabbus qilyapti. BDT mushu Uyg'ur ustidan olib berilayotgan yoshurun irqiy qirg'inchilik, ya'ni oshkora pilmotga tutish emas, ayollarni tug'mas qilib, erlarni tug'mas qilib orqali bir millatni yo'q qilayotgan irqiy qirg'inchilikni cho'qim BDT bosh bo'lib isbotlash kerak, aniqlash kerak deganni mush odam yig'in ovoz chiqarishga boshladi. Inshaalloh mush odam sabablik BDTniki bir vakil umaklar avatib vatanda shu tug'ish iqtidoridan qoldirilgan, operatsiya qilingan odamlarning isbotini to'plab kelib, Xitoy ustidan arsuna olsa ajoyib cho'ng ish bo'ladi. Demakki, mening nazarimda mushu siyosatchilar, mushu tadqiqotchilar Uyg'urning tunilishida haqiqiy rol o'ynagan shaxslar desak bo'ladi. Hamda ikkinchi masalasiga kelsak, bu axborotning muhimligini jiq so'zlab o'tdik, ham bu axborotning ishini sapasini o'stirib, bundan keyin axborotni kuchlantirishda nima qilamiz deganda, oldi bilan o'zimizdagi sapoliq odamlarni mushsabga tortishimiz kerak. Asli mumkin bo'lsa, Abdurahimjon deganda kollektiv bir kuchga asoslangan holda qurib chiqilgan bir kollektiv media bo'lgan bo'lsa, uning nazoratchilik roli haqiqiy joriy qildirilgan bo'ladi. Haliqanadek biz umid kutgan o'xshamagan fikrdagilarni bir yerga akilish, ularning xatoliklarini ochiq oshkora o'tirg'i qo'yish deganlar ishga oshgan bo'ladi. Ammo bundan media qachon dunyoga keladi bilmaymiz. Inshaalloh bo'lib qolar. Ammo bizga o'xshash katalizatorlik rol o'ynayotganlarning roli oddiy emas, oddiy qaramaslik kerak. Chunki bizni bular kichik odam tillaydi, tanqidlaydi deb beribmi qoldi. Ammo biz bir prinsipimiz borki, asossiz odam tanqidlamaymiz. Yo'q ishni tepib chiqmaymiz, pishtin pasat qilmaymiz. Ammo hozir pishtin pasatchi davatgan mollamlar oldi bilan o'zining sapasini o'stirish kerak. Ekran boshqarayotgan mollamlar. Tünübün tüt sürünü yatlab edip, bugun sen muxbir bo'lishing bu aqlga sig'maydi. Bo'lmasa, ajoyib kulkilik ishlarni qilmaysan. Masalan, haliqanadek bir qatam bir chet ellik bir vaqti albaniyalik muxbir vatanga borgan nima o'g'li? Olsi yozuvchi deganni bir mollam ziyorat qildida ekranda. İngilizcha yo'q, uniki birisini tarjimon qilibdi. Oxirga kelganda savol so'rgan savoli Qashqarcha so'rdi-da, buni chuprandilarchi nima so'rdi deganda, sen mening ekranimga necha boqib qancha nomer qo'ysa dedi anaqa. Sapasiz. Hech munosabatsiz bir chet-ellikda endi bu sening ekraningni nerda yurib ko'rib, sening ekraningga qancha baho bera oladi-da, masalan. Agar senda sapa bo'lsa, bunda savolni so'ramaysan, mumkin emas. Bu sapaga berib taqildi. Yana birsi mushu mamtuman a'lo yaqinda aşını ishki mollamning ekraniga chiqib, o'lib ketgan necha ming shehid bo'lib ketgan Suriyada. Boshlarniki ishlarini tilga elib, sizlar da'vat qilib, oz bo'lgan odam, oz bo'lmagan odamlar balki bilib bilmay o'limga ketgan bo'lishi mumkin. Mushu sizlar chet elda o'tirib da'vat qilaverib, mushu ishlarning natijasini o'ylaganda biza vijdoning azoblanmamdi desa, azoblanmaydi. Men Xudo nima buyurgan bo'lsa qilaman, vatanda u tutilamdi, etilamdi, mening ishim emas. Bu bir o'qigan odamning, bir media boshqarayotgan odamning deydigan ishi emas. Sen ham o'zingni bilimni ko'rsatish uchun bir masala ko'rildi deganni, mas'ili ko'rildi deb Mahmud Qashqariyni, Mahmud Qashqari degandek bunday ishlar bilan o'zingni bilimni ko'rsatishim bo'ladi. Mening demoqchi o'g'lim nima deganda, Abay Abdurahimjon tilga olgandek, ma'lumotli chet eldagi yoshlarimiz, masalan, Avstraliyadagi Arslan degan bola.
u chet elda Avstraliyada tug'ilgan bola ekanda, shu vatanda yashamagan bo'lishi mumkin, bag'an bo'lishi mumkin, yashamagan. Ular bilmaydi menda Xitoydagi yetilgan eski mijoz, xushomadchilik, odamning chiroyiga qarab muomala qilish bilan bilmaydi. Masalan, tunugun qarasam bu bolaga Adrian Zenz degan odamni ziyorat qilibdi va Adrian Zenz bilan 20 yil bo'ldi aloqa qilyapman. Bu odam bek aldirash odamga menga vaqt beraman deb bir kun vaqt bergan. Ammo vaqt bergan kunisi cho'ng bir media Al Jazeera'ningki ziyorat qildigan bo'lib qilib, mening ziyoratimni to'xtatib qo'yib, shu to'xtagan bilan to'xtab qoldi-da. Bu bola tirishgan bola ekan, shu ziyoratimni qarsam, bugun shu qadar aldirash turib, 20 soatdan vaqtimni majbur oldim deb turib, ko'zi kirib olib vaqtini aptu, Adrian Zenz degan boy men tilg'agan 5 odamning birisi Uyg'urni dunyoga to'ntayotgan. Ashning bilan ziyorat qilib, u inglizcha bu pechat o'qishqa u bolaniki shunday yaxshi bir ziyorat qildi-da. Agar buningdan keyin axborotchiligimizni kuchlantiramiz deydi ekanmiz, mushunga o'xshash bolalardan eng az 10 ni tepishimiz kerak. Mayli u chet elda tug'ilgan bo'lsin, bo'lmasin, agar ideyasi ilg'or, o'tkir fikrli, tili mukammal, inglizcha va boshqa xalqaro cho'ng tillarni yaxshi biladigan mushtaq yoshlarni tepib, bizning tashviqotimiz Uyg'urga qaratilgan emas, Uyg'urning dardini Uyg'ur yetarlik biladi. Bizning dardimizni chet ellikka anlatishimiz kerak. Shunga agar Uyg'ur mediasini kuchlantiramiz deydi ekanmiz, Uyg'urlarni bir-biriga bosh so'qishtirish emas, mushundaq chet el tilida chet elliklarga o'zimizning Uyg'urlarning dardini anlatish bilan, yana Uyg'urning ishqiga ko'ngil bo'layotgan chet ellik siyosiy yo'l tadqiqotchilarni ekranimizga akilib, Uyg'urning ovozidan savol so'rash, javob berish orqali mediani kuchlantirish bu nihoyat muhim. Shunga buningdagi ishimizda hozir ekranchilik qilayotganlarmi qo'limizdan kelsa tilimizning boricha mushtarakka yuzlanishimiz kerak. Uningdan boshqa Uyg'urniki o'z ishimizga tashviqotni kuchlantirish va xalqni bir ishga chaqirishimiz muhim. Bu jihatda haliqiningdek abay tilgan ojizliklarimizni asosda tugutishga tirishib, odil, hammadan qo'l qo'yadigan, ham to'g'ri qildi deb baho bera oladigan bir mediani qo'lga keltirishga rostni jinning chiqib ketsa-mu, rostni so'zlay oladigan. Chunki aramizda har xil gaplar bo'lib ketdi-ku. Paloni xo'jamning mafiyasi bor-ku, uni tanqid qilsang seni o'tirib o'tirika degan gap, tetiqsiz gaplarni anglab, mafiyasini saqlab o'tsasak kamidi-ku. Hamda mushundaq tetiqsiz gaplarni taqib yurib, qo'rqitish orqali unida qo'rqishning o'rni yo'q. Demakki, qo'rqma qarindishim. Abayqiliqi Istiqlol televiziyasiniki qarsam qil Jenova bolada quvachdi. Eliqi bir savolni so'rayapman-da, ayin qo'y dedim. Mushundaq yerga kelganda, agar xalqimiz orasida oshkor o'tirudi bir ish bo'lsa, uni so'rashdan qo'rqma qarindishim. Chunki sen hikoya to'qotmaysan, u bosh tursa. Axborotchilikda chinlik muhim deymiz. Mushunga rioya qilmasang, sen axborotchi bo'la olmaysan. Agar mush jihatlarga diqqat qila olsak, bo'libmi yoshlarimizni mush sohaga tortib akirib, ko'p tillik, iqtidorli yoshlarimizni o'zimizga tortishga tirishsak, bu jihatda bizning vazifamiz bor, musha o'tag'anlarniki. Albatta, aklarimiz shundaq mediadagi kamtukchiligimizni, yetersizliklarimizni yetaklab ko'z tutib atmasa, men cho'g'anda siz degandek mushtaq sistemlik media şekillindi. Anondan keyin mushtaq yaramliq, ixtisosli kishilarimiz, yoshlarimiz o'tirg'i chiqa oladi. Yaxshi so'zladingiz, Jasorat apandi. Unda bo'lsa, ma ekran 2 soatdan eshib qopti. Oyoqlashtirsak bo'lamdi, fikringlar bormi? Ya azroq so'zlayganlar bormi? Tugdimi? Demakchi. Boshqa yo'q. Qilgan gapmi yo'q? Ham bu gaplarni deyishimizki, maqsadmi medianing roli bek muhim bo'lg'achqa medialarimiz kuchlanishga, yaxshi ma'nosga degan umidda ko'nglimizga gaplarni to'kdik. To'g'ri xato gaplar chiqayotganligi tabiiy hamdi. Xalqimiz o'zlari baho bersin. Shu jasorat ekrani orqali biz xalqimizga o'zimizning ichkiligini to'kimiz, tushunmagan, bilgan, yetersizlik yoki bayqagan taraflarni so'zlaymiz. Xalqimizmi mushu ko'rib turib bizga aynak bo'la oladi. Mushu hozirgi bayqayotgan ishlarni tushunmaganni bevosita jasorat ekrani orqali o'zining fikrini yetkazib, hatto o'zining ovozini men bir so'zlab baqayman, chiqib baqayman, ovozimni anglab baqay desam, albatta qabul qilib mush ekranga chiqib xalqimizni uyg'otish, to'g'ri yo'llarni texnik mukammal oldiga mushu yerda men bir jumla qo'shib qo'yay. Hamda mushu
3 yil bo'pti men bu mediachilik qilish jarayonida bir narsani his qilganim, aramizda bizga o'xshash ideyaliklar oz emasga. Ammo birlari jur'at nihoyat kamchilikka. Ya'ni ular shaxsan biz bilan paranglashganda ko'ngildagini to'ka olmaydi, ammo afsus, mushundaq bizga o'xshash chiqib ekrandan dadil so'zlay olmaydigan eng az 20 odamni ko'rdim. İdeyasi bizga o'xshash, fikri bizga o'xshash, ajoyib jonliq so'zlaydi, to'g'rini so'zlaydi, ammo kal qarindishim birga so'zlaydi desak ekrandan qochadi. Mushu qarindoshlarga bizni chaqiriq qilsaqmishada, kelinglar qarindishim, boy deganga o'xshash bu yerda qo'rqadigan bir ish yo'q. Uning mafiyasi og'zida degani bilan amaliyotda yo'q. O'ylab ketadigan jon bu. Ertugün o'ylab ketamiz. Yeteklasak, ularni qo'rqmaydigan, o'zining so'zini deyalagan. Shaxsan men o'zimni qilsam, men o'tgan yil oldingi yillar intayin qochdim, ekrandan qo'rqatdim, so'zlayolmaydim, chiqashdan qo'rqatdim. Mana asta-asta chiqib so'zlaygan bo'lyapti. Men mayli xato bo'lsin, mayli to'g'ri bo'lsin, chiqib so'zlab chiqyapman. Buningdan keyin boshqa qarindoshlarimizning, menga o'xshash ayol qarindoshlarimizning bo'lsa, men bilan bir saf o'tib, men bilan mush ekranda tang o'tirib tang chiqqan bo'lsa, men intayin qo'shal bo'lman. Mushundaq ekranlarimizni biz endi maqsad chiqib bir xalqimizga azroq bo'lsin bir foydamiz bo'lsa, to'g'ri taraflarimizni, foydali yerlarni xalqimizni uyg'otadigan, xalqimizga anglatadigan mushtaq tabiiy bo'lgan bir mediani shakllantirsak degan arzu umidda mushu jasorat ekraniga chiqyapmiz xalqimiz. Undaq bo'lsa, bugun mush ekranimizdami endi so'zlab mushay keldik. Hammanglarga intayin rahmat. Vaqtinglarni chiqarib ko'ryapsizlar mushu ekran oldida biz shunday xo'sh bo'lyapmiz. Men amsa bu nimani ekranimizni yig'ishtiray dedim mushayda. Mushunchalik keyin yana keyin qismlar so'zlarimiz. Qag'ama aklarimiz amsa oxirgi gaptiringlarni so'zlasanglar, shuning bilan biz bugungi munozir sahnamizni tamom qilsak. Rahmat sizlarga. Qarindoshlarning hammasiga rahmat, sizlarga rahmat. Ko'ruvchilarning so'raydiganimiz, xato gap qilgan bo'lsak, tanqid qilinglar, afu qilinglar, to'g'ri gap qilgan bo'lsak, qabul qilinglar, hamkorlashaylik. Qarindoshlar hammamizning niyat iqbolimiz bir bo'lsin. Bo'ldi, maydonga rahmat, ko'rpayguchilarga va riyosatchi Zuhra xonimga rahmat, qatnashib qolgan maydonga rahmat. Rahmat, aklar shunday yaxshi so'zladinglar, men shunday kayfiyatim yaxshi, shunday so'zlab ketdim. Endi xato so'zlagan bo'lsam, ko'nglinglarga olmaysizlar, men sizlardan kichik. Herhal yetaklab apmansanglar, men jon dilim bilan mushu sapda media sahifasida tangsizlar bilan menishni xohlayman. Rahmat amsa. Rahmat. Bayramizlar xayr, Allohga omonat. Allohga omonat. Kechinglar xayrli bo'lsin. Xo'sh. Yarken turpan Ürümçi Gulca Atış kumu Aksu Altay Korla ve Kuca Ana yurtum Sen bu dünyadaki En güzel makan Patmaz bu yaşta çeksiz Mihirge tuğan Aynı saktın bu akıl digilisten harman Yana menge davam kıylak üzülüp kalma Yurtum sana vücudumda çeksiz muhabbet Fahrleniş, asrab suyuş, davamda abad Dua kılar, acır kılar, tüküp vermekler Ana yurtum, öz farzandımı, uzunmaz hakikat Yusuf Mahmud Farzandi Tahrim Mahkem yadımda
asrab suyish davomda abad duo qilay ajr qilay ko'klar mehnat ana yurtim o'z farzandimman o'zimmas Oğuz royi Sınsun çin bizge Ümmet işeç Ümlü xeyret Bu soğu bizge Yerin başla Ol bergin duruz Hemra kıl külke Yurtum sana vücudumda çeksiz muhabbet Fahrleniş, asrab suyish davom ta abad Dua qilay, ajr qilay ko'klar mehnat Ana yurtum o'z farzandimman o'zimmas ajr qilay ko'klar mehnat ana yurtim o'z farzandimman o'zimmas haqiqat ana yurtim o'z farzandimman o'zimmas haqiqat o'zimmas haqiqat